Assalomu alaykum. Ekran oldi qarindoshlar, hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum To'g'liqqa, Mavlanka. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydondan qatnashib berganlarga rahmat aytaman. Ekranimizga xush keldinglar. Hoş geldin. Aleyküm assalam. Aleyküm assalam. Ekranı belgeden koy. Rahmet fuka. Rahmat sizlarga. Biz oldingi haftada Amerikaning zamin sezilish tarixi nazar deb Amerika bo'lib, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari qurilgan tortib, hozirga qadar Amerika tarixida har qaysi setib olgan zaminlarni haqida qisqacha so'zlab shuni tushundirgan. Uningdan keyin bunu navbatda bo'layotgan masalalardan ya'ni Donald Trumpniki oldingi jilnisi Rojdestvo bayrami munosabati bilan Panama Gerland orolini setib olish ham Kanadani Amerikaning 51 shtati qilish haqidagi bayonotidan keyin bu dunyoda kuchli g'ulg'ula bo'lib ketdi. Buning biz vaqtimiz yetmagan. Bugun mush temada haqida paranglashimiz. Bu temani boshlashdan ilgari Amerikaning Los Anjelesda g'oyat zo'r o'tapit yuz berib bir qancha kun bo'ldi. Televizorlardan, ijtimoiy tarmoqlardan ko'ryapmiz. Bu o'tapit nihoyatda kuchli shiddat bilan ulg'ayyotdi. Amerikada qarindoshimiz salomat ekanligi haqidagi xabarlarni anglab xush bo'ldik. Jumladan shu o'tapitga uchirgan barliq Amerikaliklarning tezroq asli kilishi o'tni tezroq o'chib, xalqni omon qilishini tilaymiz. Shu o'tapit haqida o'lib ketgan yordamlarga istash qilamiz. Bu vaqtda shu Los Anjeles shahrida yashayotgan Mavla Yas akimizdan shu o'tapit haqida bir ikki qisqacha bir so'zlab bergan bo'lsa, akam programmaga ketdilar. Mavlanka. Buldu hem de bizning o't apeti intayin kuchli. Bu Amerika'nın tarihi deysi oldu. En çok o't apet kirdik. Endi men tuğan mesela Los Angeles ile gulcuğa okşak gidiyordu. Üçler bir ta mayakı tiniş okuyan. Adılmış 3 yıl ta köyü otudu. Bu köy işine gayla bir adam koyuvetti deydi. Gayla üzlügüdün buldu deydi. Teğe inek ile ispat benim yok diye hüküm yok. Mesela ma uyum tuğansam üç tarafki tağda ma iki tarafki tağda adı lavulda köy otudu da ot. Bu otun intayin adı ot köyüp mesela tağ içinde tağların oturup boğan nurgun öyler var. O öyler degen köyüp tüyep gitti deysen oldu. Adı kadar adam çıkımını hesaplamda almış o iqtisadi çıkım 100 milyar dolar değişip gitti. Adı köy vatıdı. Benim öyümge müştakilse 10 kilometre kildiğin yerlerde boştu vatıdı. Bu hazır bir kontrastı düşmedim ha tekrar otapitde. Ya şamal intayim kuşluk. Otni kontrol kılmaydı ezelden. Otni kontrol kılamaysa. Uçurama atamız deyimiz hem de. Toxtab da gepimni üzme. Otni kontrol kılamaysa bu bipayan ketken tağ qara. Bular qanda qıldırsa tağ taraf çıkıp ketse çattı yok ezelden. Her yıl ot getiyordu. Ot ketişinin sebebi bu Los Angeles'ta kış bulmaydıgan ya. Bütün tağdı çöp degen şunda üsüdü. Üskendeki bütün moşu neçe min kilometre moşta pekrassan bu tağ bütünle yaylı aylındı. Lekin 5. 6. aydan tatip bu Los Angeles'ta yağmur düşmeydi. Ta hazır kadar bir asas yağmur yok. Onda bu çöpler degen kurup Mışında xeyli qaybaqlar, taşlar, tağdımında dumlar düşüp, işki çaşmışlar, uğurlup ketler, çıqqan çaqmaqda ot gidedik. Şu ketken ot, şunun için bu otun öçürenmeyse. Qanda qıldı desem, bu ot öçürdüğanlar, muşu ahal tarafki mağındığa otunun aldığını alırdı. Eşetki çöplerini kitip, eşetki ot, çoğun ot gelgiçi, yani üzleri ot köydürdü. Köydürüp, eşetki çöplerini tügüdürdü. Ondan su içip, aşını qıp kitip bardı. Hazır bizning ma tuğan, manda tuğan men birini vali deydi, jirga adamdoq, muşta bir tühtün o'ttirdiki, şunun üç tarafdaki tağda o't ketip bardı, hazır köydü. Hazır şu Getty Drive deydigan eng cho'ng museum bor, muzeyxona, shu yoqqa ketib turib, Amerikaning eng dangliq universitetining birisi UCLA bor, aşağı ketib beribdi, shular to'g'rayotdi. Agar
Düşenbe bilan haftaning ikki ongsak texmi qattiq bo'ron chiqadi ekan. Agar u bo'ron chiqsa qanchalik bo'lib ketadi, tex uqmaymiz. Hozirgacha Uyg'urlarningki 1 2 3 4 oila uyini bo'shtib, uyiga o't ketmabdi, uyini bo'shtib, hamda boshqa hotellar ketibdi. Men bizning Janubiy Kaliforniyaga kelganlar uyinglarga ta'sir yetganlar bo'lsa, bizning uy kelinglar, bizning uy to'sanglar bo'ldi deb chaqiriq qilib qo'ydim. Hammasi menga kelib to'sanglar bo'ldi deb. Aşaq ketibdi. Endi o't kuymagan bilanmi, butun tog'da kuygandiki, yiliqi tuman. Uningdiki iliq burunlarda to'nog'i o't qolsa, iliq o'tdan mushta chiqib, iliq o'tning uchuqlari chiqadi-ku, shu cho'pdan kuygan cho'pning somon tumanlari shar ko'p nafas ilishing intayin ta'sir etdi. Bu bo'lyotdi hozir. Endi biz taraf kimligini, hozirgacha kimligini naq bizning mushu tog'ning shamol bizga qarshi oyoq urib ketib qolg'ashqa, tog'dan dumlab moyoq tushamidi. Oqshom xeli 20gacha tushgan mush biz taraf qarab. Lekin shamol ta'tir urib bugun atganda oyoq ketdi dedi. Amerikada 3 xil ogohlantirish yo'lida birinchi darajada level 1 deydi. Buningda o'zingga mo'yim naslaringni chamdallar qochlab, mashinang qilichilab, mashinang o'ylab jim tayyor bo'pti deydi. İkinci derece bizga birinchi darajalik tushgan, hozir o birinchi darajani yo'qotayotgan, yo'q qildi. İkinci derece tushsa, darrov mangdigan yarim bo'lsa, bordigan yarim bo'lsa, ket bu yerdan deydi. İkinci darajalik ogohlantirish tushsa, warning. Uchinchi darajalik tushsa, majburiyatini yo'tkaydi. Hozir tog'ning ichidagi moyoqlardagi nurg'unlarga ikinci darajalik tushibdi. Atdigan shaqqa bizning uydan bir 10 kilometr keldigan yer batdi. Shu yo'lning ochitiga ikinci darajalik tushibdi. Bu yerdan mangdigan bo'lsanglar, darrov minglar debdi. Chunki o't uyaga tushmasmi, o'tdan chiqqan tutun havoni butunlay bilg'ab, odamga nay zaxmlik bo'ldi. Endi tog' ichida butunlay boylar o'tirgan yer batdi. Aşıda eşyalar kuyup gitti. O uylardan 20 milyon, 30 milyon dolarlık aşağı uylar. Aş uylar qarsan, deniz boyida qarsan, muşu uruş olgandek muş kuyup tugab ketgandek tugab ketdi. Şoning uchun Uliq Mevlan sizlarninki sizlarning malda issiq qo'ymaysiz. Yo'q, shamol oyoq uryotdi. Hollywood qanday bo'lib ketdi, Hollywood? Shu Hollywoodda bir chet kuyib-kuyib. Kinoxona emas. Kinoxonaning u yoqda shamol urib, buni emas, to'rayotdi. Aholi bayala, hozir bizning Los Angeles nima Kaliforniyaga barliq o't o'chirganlarning hammasi misha keldi. Buningdan boshqa Arizona, Nevada, mush atrofdagi Seattle, mushaqlardagi o't o'chirgan hozir aslida necha yuz ming mashina bor bu yerda. O't o'chirish yo'llarni to'rab o'tni o'chamaydi, mush ahol bor taraf hammasini oldini olib. Uningga aqchan, ya'ni 100 dak iliqqa tikuchar aeroplan o't suv to'shib, okeandan suv chachadi tepaga. Unda to'g'liqqa bo'ldi. Mavlanka bu programmada nima de kriketlar vaqtni 10 minutga ko'p qolibdi program boshlanib qiladi. Navoda o'taq haqida yana kim qo'pas ayrim bir suhbat qilamdi. Gapingiz bilan qo'ydim, to'g'ri tushundim. Bilamda. Ekran sening qo'lingda afka. Unda birinchi bugungi suhbatga biroz kirkitaylik. Birinchisi Panama kanali haqida. Panama qayerga joylashgan, bu yana geopolitik o'rnining muhimligi, nima uchun Amerika Panama kanalini o'ziga chetelish, qaytarib haqida Donald Trump buni o'tirib qo'ydi. Mush haqidagi suhbat eng avval to'liqdan boshlaydi. To'liqda xo'sh. Ekransida. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq sharq turkistonlik qarindoshlar, bugungi shanba kuningiz xayrli bo'lsin. Endi Mevlan sening oilangdan, endikin shu Los Angeles turgan Uyg'ur qarindoshlardan hol so'rayman. Ish qilib bu o't afat degan endi bir cho'ng afat bo'ldi. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Sizlarning shu o't afatdan sog' salomat nima qilishinglarni kutaman, umid qilaman. Shu endi gapga keladigan bo'lsak, Abay Abdurimjon inimiz deb o'tgandek, Donald Trump shu yaqinda, ya'ni o'tgan yil 12-oydan boshlab shu yaqinda shu bir 3-4 narsani o'tirib qo'yib, butun dunyoni shu
g'ulg'ul qo'zg'adi butun dunyoda. Buningki birisi shu Panama kanalini qaytarib olish haqida, yana birisi bo'lsa Grenlandiyani setib olish haqida, yana birisi bo'lsa shu Kanadani Amerikaning 51 shtati qilishdi. Undan boshqa yana bizning Amerikaning janubida nima Meksika qo'ltiqi deb bir cho'ng bir rayon bor-ku, shuning ismini Amerika qo'ltiq qilib o'zgartma degandek shundoq narsadan ko'p o'tirib qo'yib, hozir butun dunyoning diqqati mushunga bo'lib ketdi-da. Bunda xabarlar qarab baqsam, xabar izlagandan keyin mushu to'rt narsadan boshqa yo'q narsa yo'q ekanda, butun dunyo shunga diqqat. Shuning uchun mushningki zodi mushu rayonlarningki biroz tarixi oq ko'rinishini, andan keyin nimalar bo'lyapti, bular amalga oshamdi degandekchi shu to'g'riliq bir o'zimizning fikrimizni bu yerda o'ttirib qo'yib baqa, o'zimning fikrimni o'ttirib qo'yib baqman, sizlarning fikrini anglab baqay deyman. Shu oldinlar shu Panama kanal kelaydi. Panama kanal degan o'zi xaritani bir ko'rsatgan bo'lsangiz, Panama kanal mana o'ng tarafdagi rasm qaraydigan bo'lsak, Panama kanal degan nada deganda yuqori tarafdagisi Şimali Amerika oldu. Çok xaritadagi. Tuvan tarafdagisi Janubiy Amerika oldu. Bu Panama kanalı degan şu janub bilan shimolning o'ttirib yashadi bir kichikina bir tor bir nimacha u amaliyotda sunniy kezib chiqqan bir kanal o'stang demdik. Lekin bu o'stangningki texnik jihatdagi nimasi nihoyat ustun bo'ldi. Chunki bu mesela biz Suez kanalını bilimiz bu ne dedik? Suez kanalının bir yerde kanal keziş o uzun boğunu bilen bir yerde kanal keziş biraz asan geldi. Lekin meyada kanal keziş nihoyat teskende. Çünkü o o'ttirdigan tog' rayon. O tog' rayonda bular dastlabki shu kanalni solamiz degan chaqda 1800 yilning oxirlarida solamiz deb shu qarorni qilgan chaqda u Fransiyaning bir injeneri keldi. Fransiyaning injeneri kelib, voy bu yerda şu yer ostidan bir shu nima o'nkur kezib chiqib ikki tarafni ulaymiz deyotganda, yana birisi qo'pib deyotgan, yo'q, unda qilmaymiz. Biz suni üstü tarafını yutkaymiz deganda, bu suni üstü tarafını yutkaydi degan Amerikada ingliz tilida lock deydi. Lock degan ne? Uyg'urchada amaliyot lock deb oldi ekanda, shu biz janubniki bir yerlarga borsa bashadi lock deymiz deydi. O lock degan nima deganda, suni bunda ko'tarib turib andiki paraxodni agar paraxodni uchun shu nimaga qo'yib su qachlaydi, tuvan yerga su qachlab andik buni ko'tirib egiz yerga olib borib egizni demak shu tog'ning ustidan bir daryoni yosdi degandek bir qiyinchilikda. Shuning bu texnik sohasidagi Amerikada buni bir technical marvel deydi. Qurilish sohasidagi marvel bir mo'jiza degan gaplar shunday tasdiq to'xtagan. Bu hamda bu gaplar to'g'riliq uzun to'xtalmay, bu kanalning uzunluğu 82 kilometre. Yani Amerika'nınki mil bo'yicha aytgan chaqda 51 mil. Bu bir sunniy kezilgan bir daryo bo'lgandan keyin buni kanal deb olamizda, mushtaq qurilgan. Bu aslida shu 1903-yildan boshlab shuni o'ylashgan ekandik. Shuning bilan bu vaqtida Panama degan davlat yo'q edi. Panama davlat degan Janubiy Amerikadagi Kolumbiya degan Kolumbiyaga tabi ekanda. Shuning bilan Amerika hukumati shu vaqtida shu Kolumbiyaga bisim qilib, andikin Panama'nın mustaqilchiligini qo'llab bu Panama'ni mustaqil qilib qo'ydi. Shuning bilan Panama bo'ldi, bu yerga nimqasanlar bo'ldi deb shu vaqtda Amerika buni $40 milyon dek pul qashlab, u pul to'lab andikin uni ivoldi. Evilib shuning bilan 1800 yillarni deb o'tay. Shu 1881 yıldan başlap bu şu kanallık keziş başlanırken sonra Amerika 1903 yılı Panama'nı müstakil kılgandan keyin bir resmi kezişini bağlayıp şunu bu kanalni ameliyat Amerika kezip bergende, asaslı güçler Amerika kezip bergen. Ma yakında Trump'ın bir gapini anlasam vaqtida 38 mingdek Amerikalıklar şunun ölgen deyden bunun da bazıları 38 ming hammasi Amerikalık emas, yerliklarni o'z ichiga oldi degan gaplar onun kirishib ketmaydi. Şunun bilan bu kanal kezildi. Kanal kezilgandan keyin xaritaga endi qarab baqaylar. Xarit
bu kanalning muhimligi nima deganda birinchi muhimligi bu qatnashda. Qarab baqayda. O şu San Francisco deganni ko'rdinglarmi? San Francisco degan shahar. Lekin o şu mayaqda New York degan shahar bormi? Ma tarafda. New York nima Andın şu San Francisco'dan New York'a malını yetkazish uchun paraxod degan o şu Janubiy Amerikaning eng uchi. Şehar nimada South nomdamda bir yer. Şehirden aylanib mushtaq bor ekanda buning jami safari 13.100 mil kelganda uzunligi. Lekin agar Panamada kanalni ichayotganda qanday bo'ldi deganda bu yo'l 52 nima 5200 milga o'zgarib asosan deganda 7900 mildek orqali qisqartirdi. Bu degan nurg'un pulni tejaydi, nihoyat ahamiyatli edi. Bu bir ahamiyatga qatnashdi. Undan keyin sol tarafga qaraydigan bo'lsak, mana bu hozirgi ahvol ostida shu Panama kanalini egallash deganning o'zicha bu strategik o'rni siyosiy jihatdan, harbiy jihatdan, hamma jihatdan aytganda nihoyat muhim. Chunki biz mana qaraymiz, mana bu kanalninki mana bu nima tarafida? Mana tarafı nima bo'ldi vaqtida, ya'ni sharq tarafi. Shunami? Sharq tarafi mana bu nima? Atlantik okean. Nima? Yana bir tarafi Tinch okean bo'ldi-da. Shu vaqtda bu ikki tarafda ko'rdinglarmi? Oyat Afrika davlatlari, oyaqdagi Xitoylar, undan Yevropalar bularga nisbatan hammasiga nisbatan shu dunyoni tutash turishda nihoyat cho'ng rol o'ynaydi-ku. Bu yerda yaqinda qanday bo'lib ketdi deganda bu yana bir azroq tarix backgroundni deydi bu yerda. Bu kanalni shu Amerika asosan shu sep bo'lgandan keyinlar buni boshqurib kelib ta 1979-yil kelgan chaqda ma Amerikaning Demokrat partiyaning prezidenti Jimmy Carter shu nurg'un yo'l nim qilib, u vaqtlarda albatta ba'zi bir qalamqonchiliklar chiqqan u yerda, lekin u qalamqonchiliklarni jimiqtirib yetadi. Lekin shu vaqtda demokratik prezident bo'lgan Jimmy Carter buni shu bikoga berib yetdi, qaytirib yetdi. Panama qaytirib yetdi. Shuning bilan Panama qanday bo'ldi deganda, uningdan keyinlar bu Panama shu qanchalik ishlar bu, Mevlan ismida bormi, ama Tayvanni nima e'tirof qilmasdan, lekin Xitoyning birligini deb u Xitoy bilan munosabatni yaxshilashtirib, shuning bilan nima qilgandan keyin bu Xitoyningki cho'ng shirkatlari. Endi Xitoy hukumatı buning biz aralashmaydiq deydi. Amaliyat Xitoy hukumat aralashmaydigan ish yo'q. Bu cho'ng Xitoyning cho'ng bir Hong Kong, bu Hong Kongni baziz qilgan bir cho'ng kompaniya shu nima kanalning bor ikki eg'izni bu Xitoy kontrol qildigan bo'ldi. Endiga qanday bo'ldi deganda bu yerda yutkildigan mallarninki bu yerda qurg'oqchilik paydo bo'ldi, u bir yoqdan bir yoqqa nima paraxodlarni o'tkazish uchun chiqimjiq ketadigan bo'ldi deb Amerikaning o'tadigan paraxodlarininki nima deymiz tanarxni o'stagan bo'ldi. Shuning bilan bu Amerikaning endiga eng nima yer ko'p, Amerikani eng cho'chitgan yer nima deganda Xitoy shu bu yerga kuchlarni to'plashga boshladi. Endi ayada mening bir nimamni qaraganda bu yerga borganlar garchi o'zlarini injener ishchi deb yurganlar degan bilan bularning military harbiy jihatdagi nimalar bor degan gaplar borda. Shunda bo'lgandan keyin bu Amerikaga biroz nima bo'lgan bo'ldi. Endi men ham bir narsani qistirib ketay. Shu kanaldan ta bugunga qadar o'tadigan shu paraxodlarning 70% Amerikaning paraxodi. Agar ulardan tanarxni o'stirgan bo'lsa Amerika jiq taraflardan ziyon tortadi. Endi yana bir narsani ko'rdim. Bu yerda Panama hukumatiga nisbatan shu kanal o'zida Panama kirdigan kirim 2 milliard dollar atrofida. Bu. Yana bir savol bo'lsa javob bersam bo'ldi, shu yerda to'xtalay bir minut. Nima uchun buni bu qadam Trump bu Panama qaralını qaytırıb veriş haqqında hamda güclük bir signal verdimdə. Asas sebep nima? Asas sebep abay davatın birisi ixtisas sebebidir, yani birisi Xitoyning kuchi mishadi kuchunib ketishini oldini olish. Xitoyning kuchi hozirda u darajada bo'lmagan bo'lsa-mu,
Lekin Xitoyninki hamda shunday tadrijiy holda borgansiri kuchayib, bu Xitoyning ta'sirini Amerikaga kengaytidi degan bir andish bor-da. Shu hamda bir narsa. Ha, Mevlan to'xta. Mananga bir tarixini deb bo'ldi. Endi Panamani qaytirib olmaymiz, Panama bilan Greenland qaytirib olmaymiz degan Donald Trumpning hozirgi gapi emas. Oldingi prezidenti bo'lganda-mu shuni qaytirib olman degan. Ham Donald Trumpning bir aloyligi bor, shu ishqib bu bir tijoratchi odam bo'lgandan keyin, savdogar odam bo'lgandan keyin, dunyo faqat meningli gapimni qilsa deydi. Boshqani xohlamaydi. Shuning uchun o'xshamagan mushundaqlik talash tortish bir bilan o'ttirib qo'yib turdi. U amaliy oshamdi, oshmamdi yo'q. Masalan, Amerikada burun kelganda Obamaning sug'urta planini yo'q deman degan, uni qilmadi. Birinchi qitimda qilman degandan hech qasini qilmadi. Bularmi bir baz deb qo'ydi, dunyoning diqqatini olman deydi. Endi bu Panama kanalda ma to'liq oninki, budaqi Trumpninki deydigan eng cho'ng nimasi bu xato odamning qo'liga tushib ketib bordi deydi. Trumpningda Xitoyning bu yerga solgan mablag'ini solsa yaxshimi, yomonmi Amerika strategiyalarida ikki xil ko'z qarash bor. Men tushuntirib o'tkaman. Xitoyning bu yerga solgan mablag'i hozir qadar 3 milliard dollar bo'ldi. Bu yerdan 70% Amerikaning paraxodlari o'tsa, 20% Xitoyning kontrolida. Xitoy o'tadi. Shuning uchun uningdan bu Amerikani oldin qitim Trump bor vaqtidami, Trump davrida Panamani birinchi qitim prezident bo'lganda Trump men Panamani qaytirib olman deb turgan vaqtida bu Panama asli Tayvan bilan bo'lgan diplomat munosabatni uzib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni 2017-yili Trump huquq prezident bo'lib 1 yildan keyin Tayvanni tashlab Xitoy bilan munosabat kurdu. Kurgan zaman Xitoy shu yili 1 milliard dollarni bu yerga soladi. Shunda bunun ikki bo'g'izni bir şey tutaman deydi. Buni strategiyalik niyari. Endi mavu masalan talam mavu Trumpninki degan ya mana bir nechta gapini men bunda bevosita qarab o'rib beryapman. Panama Amerikaning iqtisodiyot davlat bexatarligida halqiliq rol o'ynaydi deydi. Shu Kanada nima Panama Amerikaning mo'yum davlat mulki deydi bu. Panama'nın Amerika'nınki savdo va dengiz armiyasining Tinch okeanda Atlantik okeanga minishda tiz berishda intayin muhim rol o'ynaydi. Amerika to'liq xarita orqali so'zlab o'tgandi. Amerikaningki Atlantik va Tinch okean o'tirki port o'tirki yo'lini 65% qisqartirib yetdi. Panama'da o'tsa, andaq mangsa 13 ming, maningda 5 ming, bundaysa 65% qisqarib ketdi deydi. Shuni 70% da shuning uchun bu bir Panama'ning deydigini harbiy jihatdan Trumpning ikkinchi deydigini bizning dengiz armiyasida savdo paraxodlarimiz adolat bo'lmagan va muvofiq bo'lmagan muomala qilyotdi bizga. Bizning tanaxim oldi. Bizning dengiz armiyalarimizning g'olib o'tishiga xohlagancha o'tib ketishiga cheklama qo'yibotdi. Chunki Xitoy uni Panamaga shunday qilsa deyotdi-da, bo'lmasa 20% pulni chek. Kimning shuning gapi bu. Shuning uchun o'shanda davrda Panamani men biz cho'qim o'z asliga akilimiz deydi. Birinchi qitim qilamagandim, ikkinchi qitim qilaman deydi. Yana bir qitimda Trumpnikini o'qib beryapman, Twitter yozganini. Twitter yozmaydi, o'zining social mediasi bor. Aşının yazaydı. Onun deydi Panama koltuğunun, Panama kanalının ki bexatarligi, yuqori unumligi ve işenciligi Amerika'nın tüp menfaati bilan munosabatlik. Buni aniq bilsak bo'ldi. Biz Panama'nın xato odamning qo'liga, skopkaning ichiga urib, Xitoyning qo'liga deydi. Shu ishni xohlamaymiz. Bu başqalarınki menfaatiga uygun keldi, bizning menfaatiga uygun kelmaydi. Agar bu mardlik biz Panamani adil qonun bo'yicha, axloq agar bilan bu qo'lga bizga olimiz, agar bu mardlik bilan inoni qilishni axloqiy va qonun prinsipga
amal qilmasa kanal biz harbiy askar yani ilib olmas deyapti. Bu uchuq deyapti bu gapda. Agar Panama bo'lmasa, o Panama kanal bo'lmasa, bu dünyanın Atlantik Okyan bilan Tinch Okyanining o'rtari oraligida Xitoyning 20% paraxoti mishada o'tadi. Endi her yili mishadin mush Panama qabal abatliq deb ketdi 20-82 kilometrga dünya dengiz sodasining 5%ni mishada o'tadi ekan. Her yili mishadin 14,000 soda paraxot o'tadi ekan. Mishada bir gapni qistirib qo'yaman. Mavlon nihoyatda obdan tushundi deb hozirgi ahvollarni-ku. Menda bir narsa unutilib qoldi. U bo'lsa-mu, o'zimiz bilamiz-ku 2016-17-yillar Xitoyninki bir balvoq bir yo'l degan bir plani o'tirib qo'yilganda shu vaqtida Abay Mavlon degan pullar mablag'larga shu vaqtida shu nurg'un mablag'larni silib bularni kengaytgan. Xitoylar hatto u vaqtda o'zini bilamay qolganda dunyoni biz egallaymiz deb Afrikaga kirgizdi, keyin Amerikaga nim qilishga boshladi. Lekin Trump tunji qitim prezident bo'lgan chaqda bu ishlar yuz bergan. Lekin u vaqtida buni qildiganga bir hisob cho'lisi yetmagan deb shunday degancha u vaqtda to'sqinlik yomoncha uchrab ketganda shu endi bir balvoq bir yo'l degan plan. Endi hozir Mavlon balki buni to'g'riliq so'zlagan bo'lishi mumkin. U planmi hozirlikqa suvga chilish boshlaganda, shuning uchun keyingi davrlarda, hozirgi davrlarda bu Xitoyning aydik ta'siri burunqidek emas degan bir analizlarni anglab qoldim-ku. Shuni qistirib qo'yay dedim. Men bir narsani davtay buni tayyorlab qo'ygandim. O'sha Panama degan davlat abay ben dedim-ku, 1903-yili mustaqillik erishgan vaqt erishib shunun bilan bu shu kanaldan nurg'un foydalanib kirib bular hozirgi darajaga yetdi. Bularning iqtisodi bakmi nachar emas-ku, xili yomon emas o'rinda ekan. Bularninki bu Panama'ninki nüfusi 4,3 milyon ya. Rayonninki nimasi 75 bin kilometre, kvadrat kilometre. Yani GDP'si 91 milyar dolar ekan. 2 milyar dolar degan 91 milyardninki xeyli bir cho'ng qismini deb inim qilgan bo'ldi-da endi. Shundoq endi. Endi kishi besiga keldigan nimasi shu 20,500 ming shunday atrofida. Demak endi bu Janubiy Amerika davlatlariga nisbatan aytgan chaqda yana yomon emas bir nima deganlik. Men mushni bu yerda to'xtalayman Panama to'g'ri. Bu men bir balvoq bir to'g'riliq burun fidoyining idorada 3 leksiya so'zlagandim. Endi masalan bu yerga Xitoyning qanday ta'sir bo'lyapti desang 2017-yili Panama Tayvan bilan bo'lgan diplomat munosabatni uzganda Amerikaning intayin qattiq g'alabaga uchirdi. Shu uzgan yili shu vaqtdagi Panamaning prezidenti Juan Carlos Varela birinchi qitim ashaga kelib uzgan zaman Xitoy ashada coal deb o'qiydi inglizchada. Coal Panamaniki portki port rayonidagi ashaga 1 milyar dollarni shu yili mablag' silib nurg'un odamlarga xizmat Panamaliklarni xizmatga oladi. Shu 2018-yili Xitoyning davlat raisi Xi Jinping Argentinada 20 davlat yig'iniga chiqqanda alaydan vaqt chiqarib Panamani ashani 20 soat nim qildi. Undan keyin Xitoyninki Xitoycha Yuanyang Hanyunji tuan deydi. Xitoyda Yiroq okean dengiz transport guruhining paraxotida aşı Panama ashaga to'xtab, undan keyin Kolonga berib ashadan hozir birinlarni qochib, butun ashani bir cho'ng istiqlol qilib, uyadan qochilab, undan keyin boshqa yoqlarga mangdigan bo'lib ketdi. Mevlam shunday, men sendan bir savol so'rayim senda, gapingni to'xtab qo'ydim. Gordon Changni bilsang-ku, Gordon Changning bir nimasini qarasam, u deydi, hozirgi Xitoyning bu yerdagi ta'siri burunqidek emas degan shu gapni qilyapti. Masalan 1 milyar dollarni 1 milyar dollarni o'z vaqtida berdi. Hozirmi shuncha pul beryaptimi yo'q shuni? Mashakilar. Ayol bildi. Mashakilar. Hozir shu orqali Xitoy to'shigan shu Panama kanali orqali
Latin Afrikadagi million xalqlarning uyiga buyumliklarni shu orqali setyapti. Shuning uchun bu Xitoyning iqtisodida cho'ng rol o'ynaydi. Uningdan keyin bu Panamaninki port deymizda, port deydi-ku deymi Uyg'urcha. Portda ashada Xitoy hozir dengiz armiyasi maktabi qurdi. Dengiz armiyasi maktabi qurib, u yerda Xitoy alaydan Panamaliklarningki nima ko'nglini olmas deb, odatda Xitoy bir yerda shirkat qursa, o'zining odamini olib ishlatadi. Ma Panamaninkini Amerikadan talishib deb qurg'ay shirkatga Panamaliklarni ilyapti. Unda bo'lganku Panamaliklar yaxshi maosh deb ularni xo'sh qilyapti. Shuni qilyapti-da. Endi uningdan keyin havo bilan ta'minlashda dunyoning masalanga mushu Panama va Panamadagi butun dunyo asha orqali Latin Amerika ashaqlarni tovar bilan ta'minlashda Xitoy dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng davlat bo'ldi-ku, eng cho'ng bir muhimi asha Panama kanalida o'tyapti. Shuning uchun bu Xitoy bilan damul nima mayaqini bir uchur debdi 2023-yili Panamadan o'tgan Xitoyninki buyumligi 6400 million tonna ekan. 2002-yildan 22,7% o'sibdi. Buningda ma'ni qaraganda Xitoyninki eksportninki 23% deganda, uningdan boshqa yana Amadorda Jungguoning Fenchao Ji-tuan deydi. Kuri uyaga 1,2 milliard dollar silib, hozirmi silyapti u. Ashada Margarita deganninki kontrol qilish huquqini setib ilyapti. O sen huquqini setib ilgandan u yerdan kim yutdi, kim qildi, sen boshqarsa. Pulni sen olasan. Bu Amerika unumaydi bu Amerikaga. Undan keyin Amerikaning Jiaotong Jianshi Gongsi deydi. Qatnash qurilishi yana Panamaning yana bir yerda chunqur su portni quryapti. Bular masalan Amerikaningki Engineering News Record degan bir gazeta bor. Uning aytishicha 5 yilda bir Jungoninki shirkatlar qurgan Panama'nın u yoqdan bu yoqqa o'tilgan ikki ko'rikni soldi. 4-chi va 5-chi ko'rikni silishga hozir Xitoy yana 500 million dollarni mablag' soldigan bo'ldi. Xitoy bu yerda o'zini ching tutib olib, andin Amerikaning shu jin tomiriga tegmoqchida. Endi bu to'g'riliq Amerikaning strategiyachiligida o'xshamagan plan bor. Masalan, Xitoy hozir silyapti, adroq silyaptini çünkü o'zining iqtisodi qolmadi Xitoyda. Xitoy iqtisodi nacharlashib ketgandan keyin buning ozroq soldi, lekin silyapti. Amerikaning strategiyalarida ikki xil plan bor. Bir deydi, bu yerga sog'ni qo'ymaymiz deydi. Donald Trumpning yetakchiligiga. Buni sanmay biz o'zimiz bir pollik askar kirgizib qo'ysa ilib oldi Amerika. Shuning uchun ya'ni biz nima uni biz ilib olmaymiz, it veliblar Xitoyni u yerdan butunlay tozalab chiqarib bizning kontrolligimizni mang'di deydi. Qay strategiya deydi. Xitoyning bir balvoq bir nimaga sog'an mablag'lari trillion dollarning mablag'i bekor bo'lib ketdi deydi. Bu bizning ikki Atlantiklar dengiz ikki okeanimizning o'rtasida bizning eng kuchli dengiz armiyamiz bor. Bir paraxodni kirgizib qo'ysak ilib olamiz. Xitoyni mishak mablag'lar sosin sog'izib buni iqtisodni xuritimiz deydi. Hozir Amerikada bu ikki xil talash tortish bor. Nega hozir Donald Trump prezident. To'g'rimi? Uning degini mang'idi. Şu qanda bo'ldi bu talash tortish hozir mushningda endi boshlandi degina. Bu yerdan 500 million tonnaga yaqin Xitoyninki yemekligi, mineral moddalari, energiyasi va sanoat buyumligi mushadan o'tadi. Shuning uchun bu ikkita hozir naytiliqi cho'ng talash tortish bor, yana ikki portni qurimiz deydi Xitoy. Yani ikki cho'ng ko'rikni u yoqdan bu yoqqa solamiz deydi, mablag'larni selyapti. Hozir men bu yerda Trumpni qo'llayman. Bu Xitoy bilan sen uni qilma, buni qilmayman, iplab haydab o'tkazadi deyman.
Masalan, Trump onu Amerika devletiga shunday o'tkazib olsa, Xitoyning qurgan bo'lgan shirkatlar bekor bo'ldi. Shunaqa. Uni sotaman desam oldigan odam yo'q. Tashlab ketish majbur bo'ldi. Shuning uchun men bu yerda Trumpni qo'llayman bu masalada. Qani qanday bo'ldi endi hozir qiziqarli ish bo'lyapti. Endi Trumpni diqqat qilsak bo'ldi, og'zida po'yatdi bu gurgur hamla amaliy ish qilmaydi vaqtlarda. Og'zida kelgan davr buning gipining to'g'risi yo'q. Buning haqlami axloq o'lcham qo'ymaydi. Amerikalar bir odam kichikina siyosatchilar bir xatolik qilsa gazetlar deb etib turib, buning bilan bir katta chattig'i yo'q. Buning yolg'on gipi, rost gipi hammani Amerikalar ham ko'nib ketdi. Ko'nib ketdi deb og'zida kelganni davrdi. Ya shunga o'xshash. Sen sökültüdün ve maqtab tushib ketgan endi. Unda olsa vaqt munosabat qanday? Vaqt ikkinchisi bitaylik hamsa. Hozir bosh qanama qanlaqdirki tuysa, ikkinchisi Gerlan Orli. Gerlan Orlinki geopolitik o'rni, uniki muhimligi Orol haqida to'g'rilikka sistem boshlaydi. Bo'ldi, men shu Greenlandning tarixi, andiki buni aq ko'rinishi to'g'rida azoq to'xtalay. Andiki yana bu to'g'rida nima savollar bo'lsa, shunga javob berishga tirishaman. Bu yerda Greenlandiyaninki o'rnichu amaliyotda Janubiy Amerika kirdi. Xarita qaraydigan bo'lsanglar, yo'q, circle-nichu, dugurak yer bor, uni Arctic Circle deydi. Men o'shalarga borgan, men Alaska taraf borganda, o'sha Alaskani Arctic Circle deganni ko'rdinglarmi? Cho'ng chambarak bor-ku. Grenlandiya ashya keldi, lekin jug'rofiya o'rni Shimoliy Amerika kirdi. Bu Grenlandiyaninki poytaxti Nuuk degan shahar bor-ku. Nuuk degan shahar bilan nima Washingtonning orlig'i amaliyotda Denmarkninki Kopenhagen bor. Kopenhagen qaragan moyoq yaqinroq. Bir hisobda jug'rofiyalik o'rni aytgan chog'da u Yevropaga kirmaydi. Shimoliy Amerika kirdi. Men nuqtani ta'kidlab o'tdi. Duelsin jiroq chetelga yaqin ekanda bu. Shu o'rni ham. Bu yerda bu tarixiy nimalarni so'zlab ketsak, bir asos so'zlab ketamiz, lekin men bu yerda shu jug'rofiyalik o'rnini bir tushuntirib bersangiz degandim, shu jug'rofiyalik o'rni bu birinchi nuqta bu Shimoliy Amerikaga joylashgan bir o'rin. Garchi siyosiy jihatdan aytgan chog'da Daniyaninki bir avtonom oblast degandik, avtonom territoriyasida, avtonom territoriyasi bo'lsa, lekin nima jug'rofiya jihatdan. Endi bu Daniyaninki avtonom territoriya bo'lganligidan uni nima jihatdan aytgan chog'da Yevropaliklar bizning davolida amaliyotda undaq emas. Bularning nopsini aytib az. Nopsi endi faqat ba'zi yerlarda 56 ming deydi, ba'zi yerlarda 57 ming deydi. Trump akuni chiqib 47 ming dedi. Buning qaysisi naq to'g'ri, buni uqmayman. Balkim shu 56 mingdan 57 ming orasida. Kapital degan Nuuk degan shahar, u yerning yerlik aholisining nomi 90% egallaydigan, 90% bular Inuit degan bir millatda. U millat amaliyotda bizning shu Shimoliy Osiyo tarafida biz bilan bir hisobda azroq yaqin. Ya Uyg'urlar. Uyg'urlar. Ya Uyg'ur desak bo'ldi. Uyg'urlarning nimalar degan desak bo'ldi. Shu chiroylarim qaraydigan bo'lsa o'xshab qoldi bularchi Uyg'urlar. Bular ashaga joylashib, ular xeyli burun joylashgan-ki, u yerda 4,5 ming yildan burun ashaga joylashib ketgandik, lekin aholisi ozda. Aholisi oz bo'lishining sababi Greenlandninki nimasi qama Amerika taraf nim qildigan Nuuk degan yerga ashaga 26 ming odam o'rin. 26 ming aholisi bor-ki, u yerda. Qolgan 20 mingdagi 30 mingdagi butun Grenlandiya. Grenlandiyaning territoriyasi, men sanni o'qib beray sizlarga. Buning territoriyasi 2 million 200 ming kvadrat kilometr keldigan yer. Sharq Turkistondan cho'ng, Sharq Turkistonning 1,5 gidek nimaga chiqdi-da, bu cho'ng 1,5 emas chiqdi. Bu endikin dunyoda eng cho'ng bir orol. Ba'zilar qo'pib, voy bu dunyoda nima, Avstraliya dunyoda eng cho'ng orolgo deb savol so'rash mumkin. Undaq emas. Avstraliya bir qit'a bo'lganlikdan uni orol deb qaramaydi.
ayrım bir araldek bir ot denizin oturup o bir kıta ayrım kıta. Şunun için ma Greenlandiya degen şu dünyadaki en çok bir ara. Bu hem de bunu yaş 1720 yıldan başlamış Daniya özgü tavak yaptıkende özgü tavak olgandan keyin şunun için hazır bunu Daniyaga 300 yıldan beri Daniyaga tavak bir ya o kampın onda degeni amalga oshmaydigan narsa degandek gaplarni qilyotdi. Lekin mayda bir nuqta bor. Bu Grenlandiya 1979-yili home rule deydi. Özünün taqdirini özü belgilash huquq ega oldu. Bu 1979-yili. Andan keyin 2009-yili iyunda bular avtonomiya huquq ega oldu. Bu avtonomiya deganlik bizning Sharq Turkistonning atalmış avtonomiya bularning uchun haqiqiy 57 ming odam chiqib, shuning ichidagi 20 dan ko'p araga bir son ko'p bo'lsa va asha mustaqil bo'lib ketdi. Shuning uchun bu hozir bu Grenlandiyaninki shu mustaqil bo'lamiz degan kuchlar uchun shundoq kuchli. Hatto ularning ochiqdan ochiq shu Daniyaga yig'inga borsa ochiqdan ochiq biz mustaqil bo'lamiz deb so'zlaydi. Ular hech qanday nima yo'q. Daniyami bo'ldi o'zinglar agar qo'shiladigan bo'lsanglar ashtaq sharoitlar nim qiladigan bo'lsa biz mayli deymiz deb buningga qat'iy to'smaydi. Bu bir muhim nuqta. Buni esinglar tutun. Birdan turk munozaralar shu nim bo'ldi. Endi bularning GDP'sini qanday deydigan bo'lsak, bu GDP iqtisodidan taqishib qoldi-ku, hozir setib elashib sotmaslik to'g'ri. Bularning GDP'si umum GDP'si 3 milyard 250 ming. Endi bu gerçi bek jiq puli bo'lgan bilan kishi beshiq chashqanda 6800 dollar bo'ldi ekanda. Demak bu 68 ming dollar kishi beshiga. Vaqtida bu dunyoda xeli yomon emas o'rinda turgan bir nima bo'ldi-da. Demak, ularni bay joy. Buniki Prime Minister Müte Agidi demdi. Abdülcan siz abdan biz siz qo'ymayman bundan o'tirishini. Agidi degan ism ekanda. Bu yosh bola bir 40 necha yoshda. U ochiqdan ochiq hammada mustaqil bo'laman. Grenlandiya degan bizning joy. Hech kimga uni sotmaymiz degan gaplarni hozir qilyapti. Nima? Endi gap nada deganda-ku Mao, endi bir narsani unutib qoldim. Grenlandiya nima uchun adam shunday oz deganda, o'ttir qismlari, shimol qismlari bor-ku, shimol qutbga yaqin bo'lgandan keyin bu yerlar asosan muz. 85% 90% bo'lgan yerlari muzga. Lekin yer osti boyliqni aytdi muz. Bu boyliqlar nima deganda hozir biz ishlatayotgan cell phone deymiz. Yana nima ma'lum windmill deb shamol orqali to'qnim qildigan andiki yana boshqa nurg'unlik nayt oz uchraydigan minerallar bak ko'pkanda bu endi uningdan burun dunyo uning bak ahamiyat berib ketmagan chunki nima texnik u yerga yetmaganda hozir u muz bo'lamdi yana bir bo'lamdi kolab teshib necha 10 kilometr tuvan taraf degan qezib chiqarayotgan ahvolda bu yerga endi yana bir nima deganda Xitoyning Rossiyaning-ku ta'sirlari bu yerga kiryapti. Xitoylarning soni yer 7000 dek bor deydi. 7000 3000 shunday chiqib necha ming degan gap bu 56 ming aholilik bir davlat nisbatan u xeli jiq deb hisoblanadi. Mushtaq bir ahvollar bor. Endi buningki bu qani bu tarix to'g'riliq mishlik so'zildi qani 91 tanch muz okey. Endi buningki men deb o'tdim, jo'grafiyalik o'rni Shimoliy Amerikaga keldi. Endi Xitoy Rossiyaning ta'siri bilan ashada dengiz yo'llari ichilyapti-ku. Dengiz yo'llari ichilyapti deganlik climate o'zgarishining sababidan bo'ldi. U havo issigandan keyin muzlar erigandan keyin ba'zi yo'llar ichilib ketadi. Endi texnik jihatdan aytgancha icebreaker deb muzni yerib mangadigan paraxodlar ular naytdi nimada bu paraxodlarning ko'pinchisi hozirmish Rossiya bilan Xitoyniki. Bir hisobda Xitoyniki xeli ko'payib ketdi. Bu shu bir balvoq bir yo'l degan nim bilan mushtaq ishlar bo'lib ketganda bu Xitoy
demek hem de Greenlandiyani şu Amerika'nın yani Donald Trump'ın Greenlandiya kızıqanlığı mı şu Xitayning ta'sir edip ketmiş o degan. Hem bazı analizlarni qarsam Xitayning uncha ta'siri yo'q. Amerika'nın ta'siri ular qaraganda xeli kuchli deyapti. Demakchi o'g'ini chunki bu tarixda bor. Amerika shu qani 3 qitim bir yana setilish intil qilgan, yana bir qitim bir yana bisvaq. Yani 2. Dünya urushida, yani 1941-yili Nazi Germaniyaning kuchayib ketgan vaqtlari Naziga qarshi qilish jarayonida shu yerda Amerika berib bu davlatni bisib olgan. Bisib bilib, endi yana keyin Mao Truman prezident bo'lgan chaqda mush orolni bir 100 milyon dollarga setib olmaya deb deganda o vaqtda Daniya hukumati uni rad qilib deganda. Endi yana bir qitim setib olish nima deganda bu bizning Amerikaning Alaskani setib olishga vaqtiga to'g'ri keldi. O'liqi Swan deb bir nima bor, sekretar bor, sekretar bu o'tgan deb Alaskani 7,2 millionga buni setib oldi. Setib olganda u odam nima Amerikada ait qarışlıq göstərdi də bunu sən biqatını zayıqsa. Lakin şu vaxtda şu adamma Greenlandiya situaliş to'g'riliq so'z ishibdi. Bir yer apirib deganda, bir yer apag'andan keyin yana bu Amerika tarafdan qarışlıq qilib, uni qilib, buni qilib, u ishimi mangmabdi. Yani demak, ikki qitim situalish, bir qitim besib olgan, hamda hozir yana qandaq bo'ldi? Bu shu Greenlandiya eng oxir berib, mencha meningla emas, nurg'un analizam shunday qaraydi. Bu Greenlandiya mustaqillik erishgandan keyin o'zlari bilat tashlab qandoq qilishni, o'zining haqiqiy taqdirini o'zi boshqaradigan bo'ldi-da, u vaqtida o'zlari qandoq qarorni chiqardi, buni ko'ramiz. Chunki bu vaqtlarda mendaq bir yabachi, men shu nuqtani deb o'tay dedim. Ya'ni bu Elon Muskni bilamiz. Shundaymi? Elon Musk bilan Donald Trump'ning o'g'li bor, Donald Trump Jr. deydi. Donald Trump Jr.'ning munosabati nihoyat yaxshi. O'tgan hafta Donald Trump'ning o'g'li Greenlandiyaga bordi. Greenlandiyaga borganda bir muncha odamlar MAGA xat deb bir xat bor. MAGA degan hammamiz bilamiz-ku deymi, Make America Great Again degan. Amerikani yana bir qitim buyuklashtiramiz degan lozunka u. Uni MAGA deydi. U yerda MAGA xat deydi, MAGA nimani kiyib olib, biz Amerika qo'shilishini xohlaymiz degan gaplarni qotdi. Endi 57 ming odamningki rayini nim qilish, o Sharq Turkistonning xalqininki 20-30 million odamningki nimasini rayini o'zgartirish bilan qaraganda u nihoyat oson ishda bo'libmi bayloqqa nisbatan. Men bunda o'ylab qoldim-ku, balkim toza nima emas. Agar Elon Trump berib Elon Musk berib bo'ldi, sizlarning har biringlarga 1 million dollardan pulni berma deydigan bo'lsa, menchi bo'ldi, biz Amerika qo'shilib ketaydi deydigan odamlar chiqdi. Pul degan yomon narsa-ku. Elon Musk'ninki shu madori bor. Chunki Elon Musk o'tgan 2 oy ichida bor, 250 milliard dollar pulni topgan odam. U eğer berib, yo'q, bir parchani u berib, men hammadamga 1 million dollardan bikar berma deganni o'ylamaydi. U bir tijoratchi bo'lgandan keyin shu 1 millionni 2 million qila oladigan ko'z yetdi. Ashta qilib qolsa, balkim uqmaymiz uni. Balkim Greenlandiya bo'ldi. Satsak sattoq degan yakni Abdurajada. Satsak sattoq degan yak kelish mumkin-da. Hamma 1 million rokida o'sha 1 milliondan bersa. Hamma 1 million rokida davlatningki o'shada. Ya malum nisbeten asan da vatman bu. Sudun yanı var mı? Sudun tüydü mü yanı var mı? Unda qilib qolsa, sual bo'lsa, qani sual. Endi to'xta, men mana to'g'ri. Mavloga xatoga yarmas to'liqlamaymiz. Qaytan emas, mening xatog'im, men boshqa xatoga yarim xeyli jixla buningda, albatta abay to'liq buni sotimiz ki Amerika eng oxirgi buni 1946-yili bu Denmarkni buni 100 million dollarga setib olamiz dedi. Lekin uni da hozir setib olmas desa 1 trilyon 700 milyard dollar ketadi ki onun qiymati. Uni pulga setib elish hozir ehtimol yo'q. Amerikaning yani Nemishqa hozir Amerika bilan Alman deb qiziqdi degani, bu yerda hozir Amerikaning bir havo armiya bazi bor.
bir radar punkti var. Bu asosiy Ruslarni kuzatishga burun Sovet ittifoqini kuzatishga ishlatgan. Lekin Ruslar mana Shimoliy qutb suv yo'lini teshib ochgandan Rus Amerika o'tiramay qoldi. Bular bu yerga kelib qilish mumkin deydi. Bu birinchi nima qilmasdi. Ikkinchi xaritaga qarasang bo'ldi. Bu orol Shimoliy qutb bilan Shimoliy Atlantik okean o'rtasidagi strategiyalik o'ringa joylashgan. Xarita qarab tursanlar bo'ldi, to'g'rimi? Ukraina urushining davomlashishi Amerikaning bu yerning harbiylik qimmatining cho'ngligini bag'altir his qilyotdi. Chunki Amerikaning qit'alar orlab mangdigan bombasi mishad bu yerdan atsa Rossiyaga eng qisqa vaqtda bordi. Atsa eng qisqa vaqtda buni harbiy eng oxiri shunashqa hozirda Amerikaning bu yerning huquqini setib ilolmasligi mumkin. U yerda Amerikaning lekin ularga pul berib, ular bilan yaqin xuddi Amerikaning bir avtonomiyasiga aylantirib, u yerda Amerikaning harbiy bazalarini o'rinlashtirishga e'tibor shartlarini qo'lga keltirishni kuchaytirdi deb strategchiya man o'ylaydi. Hakikaten bu yerda abay to'liq so'zlar aytganda nihoyatda qimmatli mineral bor. Masalan, siyrak, yer minerali moddalar, uran, neft, tabiiy gaz. Mas siyrak inglizcha rare earth deydi. Bu intayin oldin oz uchraydigan narsa. Göker altından az uçuraydı. Bu bulmasa hazırki kompüter çip asman uçatkan hiçnin bulmaydı. Çip mi yasalmaydı, kompüter mi yasalmaydı, bütün mü? Bu seyrekinin hazır 70%'ni Amerika aran dünyada 1,5%'ni egallaydı Amerika'dan çıkan seyrek. Bunun 70%'ni Xitay'dan kilidi. O Xitay'daki seyrek nereden keldi olsan Şarkı Türkistan'dan keldi. Adı dünya teknikisi işletivatkan muşu seyreknin muşu seyrek yer minerali deydik ya bunu. Yani İngilizce'de Uygur. Bunun dünya şoğa 70%'ni bizden Şarkı Türkistan'dan çıktı. Maya'da, Greenland'da 21%'ni çıktı. Amerika bilen ili olsa Xitayning mesela Xitay bütün dünyaya seyrekni bermeymen deb turasa, dünyada nurg'un kompüter ilg'ir soatlar to'xtab qoladi. Xitay uningda zo'r pul tepatadi. Ağaçqa Amerika hozir Xitoydan burun ilib oldi deganda 7-8 yil mangdigandak sapaspa yapılmış shunday qilib oldi. Bulardan chiqmaydi, chiqmas amaling yo'q. Şu Xitoy buni shuning uchun bu yerda 21% dunyoning seyreki mishadan chiqadi ekan. Bu ham asli Uyg'urlar kelganda shu Uyg'urlar bayadli bakanda bu seyrak degan. Sharq Turkistonda baka bu yerda baka. Shuning uchun bular Amerikaningki ilm-fan, iqtisod, harbiy sanoatni taraqqiy qilishda halqiliq rol o'ynaydi. Vital important. Shuning uchun undan bu yerda Amerikaning yana bu yerda Putufik olam bo'shliq bozori bor. Bütün adamını kütü. Eşyadaki başkurulan bombini müdafiə qilish üçün Rusya'daki atkan bombalarga aşağının aldığını ala siliş punkti eşyadı. Eşyadaki punkt akıraq Amerika'nın Rusya'da itilgan her atom bomba yadrolarını birinci болып şu yerden bölüdü. En kısa joy. Şunun için hem boşluqni nazarat tutganda bu Amerika üçün Amerika'nın can tomirini egalleydigan yer. Bunun da Onundaki yanı buraya bu sabah to'liq o'tgatdi. Bu Shimoliy qutbning muz tutgan rayonlari bag'ansa ozyapti. Bu yer erib ketaverdi. Shuning uchun bu dunyoning savdosida bir yangi parametr keldi. Kelgusida hozir nereden o'tsa kelgusida Osiyo Yevropa savdosi hozir Siviyash kanaldan mangdigan. Buning da mangmay bevosita mushning ichidan İngilizce bearing deydi. Boğuz arqılıq şimali muz okyanını kesip ötüşü mümkün. Meyli ayaktan öt, bu yaktan öt, bu Greenland'da intayım mühim rol oynaydı. Hazır Amerika bunu sitip alaydıysa, hazır ulanın koyulan bakası 1.7 trillion. Bu nereden aldın? Bu ne? Ben köken
Amerika iqtisodiyotniki xeyl mushu iqtisodshunoslarnikida anglayman aşağıdan. 1.7 trillion hazır. Meniki de 77 milyard degan gapni qildi. Ya 77 1 trillion 700 milyard. Hadi şunun kadar. Endi bahalışıdı o. Alımen dep kalsa kançılık berdi. Bahalışıda. Endi Xitayning. Ya ben Xitay kelsak. Xitayning bu yerga mayli soda jihatdan, ya bo'lmasa ilmiy izlanish jihatdan bu yoqda Xitoy zo'r kuch va mablag' selyapti. Qachondan o'sha mablag' soldi Xitoy bu yerga? Bu yerga Xitoyning mablag' selishi eng buruni 2005-yildan boshlab ekan, 2020-yili zo'r darajada kuchayyapti. Amerika bilan ilişi Tayvanlar ish qilsa, bu shuning qanday mana Washington Gutonga mana mao Capitol Hill News'ning ko'rsatishicha 2021'de China's political influence deydi. Siyosiy bu yerga bo'lgan ta'siri va muhitga bo'lgan ta'siri hozir Xitoyningki bu yerga solgan mablag'i bilan zo'r munosabatli deydi. Bu Xitoy bu yerga hozir burungi siyosatni yutib, bu yerga mablag' solsa, men mablag' solaman, sening odamlaringni xizmatga olaman deyapti. Shukur maosh beraman deydi. Niyada Amerika bilan bu yerni talashyapti. Shuning uchun bu Amerika uchun Amerikaning hayot mamatiga munosabatli. Birga Rossiyani, birga shuning uchun bugun degan Rossiyaning diplomatligi, tashqi ishlar diplomati bu yerni nimda u tashqi ishlar diplomati bu yerni Amerika bu yerga kirsa Rossiyaga hujum qilgandek bo'ldi. Buning biz tez kutyapmiz deb bu yerni press secretary Dimitr Peskovda Rossiyaning shu biz bu taraqqiyotni kutyapmiz, bu bizningki hayot mamotimiz bilan munosabatli deyapti. Shuning uchun bu yerni ishg'ol qilish, bu yerni kontrol qilish Amerikaningki Xitoyni, Rossiyani kontrol qilishni oldi. Xitoy bu yerni Amerikaning qo'lidan ilib olish, Amerikaning u yoqqa bo'lgan ta'sirini kuchaytirdi. Shu sababdan bu hozir bu yer nait bo'ldi. Bu dayliqqa abayda to'liq o'tib ketdi. Donald Trumpning o'g'li bo'lsa, u yer xalqlar nait qizg'inlik bilan ko'rishib oldi. Bu yerni eng oxirgi bunda qisqar nimishga Greenland deydi. Green degan yeshil degan xat nada desang, burun bu yoqlarda Viking deganlar, Vikingning xalqlar turdi, sizlar bilsizlar. Sizlar shu Gollandiyalarmi burun shu Viking degan. Shu yoqda xalqlar dastlab boshqanda xalqlarni jalb qilish uchun yeshil ya mishakasan hamiya bor deb shu vaqtga ashaq Vikingning Eric the Red degan shu ismni qo'yib qo'yibdi bu yerga. Shuni bo'lmasa u yerda yeshil yo'q. Quruq shu muzdan boshqa hech qanday yeshil yo'q ya. Shu vaqtda qo'yib qo'yibdi, shu ism bilan qilib qolganki. Hozirgi xalqarodagi bu intayin Amerika, Xitoy, Rossiya, Yevropa, ya'ni Rossiya egallab oldigan bo'lsa, Yevropaniki qoniga pichoq sanjib qo'ygandek bo'ladi. Shuning uchun intayin bu cho'ng davlatlar o'rtasidagi bir raqobat nuqtasiga aylanib qoldi. Aslında bu haqida 7-kuni Donald Trump Daniya qarashli Girland orolini Amerikaning egalik huquqiga o'tkazish uchun Amerikaning Girland oroliga qarta harbiy kuch ishlatishni chet qo'ymaydiganligini bildirib, 48 soatdan keyin Daniya tashqi ishlar ministri Daniyaning Girland oroliga bo'lgan egalik huquqidan voz kechishni xohlaydiganini e'lon qildi hamda. Xohlamaydiganligini e'lon qildi. Ya qattiq bilmaymiz, bizning davlatimizning yeri setilish qilmaydi deydi. Sen xato o'qiysan. Ya to'g'ri, men qistirib qo'yib berdim. Unda demadi, manda dedi, Daniyaning prime ministerining gapini qo'ysalar-ku. Daniyaning prime minister qattiq gap qilmadi. U faqat nim dedi deganda bizning ko'z qarashimiz bo'yicha uni nim qilgani bo'lmaydi deb andiki qistirib qo'ygan gapi nima deganda Grenlandiya xalqi o'zi boshqurdi, o'zlari nimdisi shu degan gapni qildi. Shuning uchun abay mening degan nimam shu-ku, Grenlandiya agar Amerikaningki bir nima so'g'achi, mening Amerikaningki bir usuli Grenlandiyani balkim urush orqali olmaydi. Balkim shu Grenlandiyani mustaqil qilib, xudo abay Panamani qandakda mustaqil qilib qo'yib, andiki haliqandak sizlarni bayqilimiz, u bu taraqqiyotlantirimiz, u bu degan gaplar bilan Amerikaningki bir beqindi yoki bo'lsa
Amerika'nın bir müstakil olgandan keyin Amerika müstakil bo'lish bo'lmaslik o muhim emas bu yerda. Agar shular Amerika'ningki tuzum bo'yicha, Amerika'ning siyosati bo'yicha nima qilganlar bo'lsa, biz dedim Trump'ning degani biz harbiy mudofaani biz qilmaymiz dedi. Ama harbiy ish to'g'riliq Mevlan bir narsa senda so'raydiganim Amerika'ningki shu bir bazisi bor ekan. Sizlarga bazba Armeniyning Rusiyaning bormi? Mening demoqchi Rusiyaning yo'q. Xitoyning mi yo'q? Shunday Yo'q, Xitoyning yo'q. Bo'ldi, mushu Hadi Amerika'ning bazba, Amerika'ning ikki bazba. 3 baz, biri harbiy baz, biri olam tekshirish uchurga kuzatish, yana biri uchinchisi Rossiyaning otgan misail. Boshqurgan bombani kuzatish punkti. 3 punkt shu bashar oldiganda birli u yerda Denmarkning askari yo'q, birli Amerikaning askari bor. To'g'ri. Bu aslında gerilen arıla yaptık ki nimimiz bir şey olsun. Hazır bir saat olaptı programın yana devam kılsak Kanada ve onun yana başka yerlere devam kılıp kısa ödep kılamdık. Ya kısa ölsek bu mezmunlar nima bo'lmay qoldi yana bir o'zgart yaman so'zlayman desam. Qisqa so'zsan shu yiliqqa manda osmonda yomg'ir tushdi. Ya men Grenlandiya to'g'ri yana biroz to'xtalaydi. Men shu narsa deb o'tayotgandim-ku. Masalan, Grenlandiyaning hozir bu sitvelish to'g'risi-ku, ma Yevropa nayt qarshilik ko'rsatyapti. Lekin tunugi men Yevropalarningki bir mutaxassislarning nimasi qaraganda ular deydi bu Yevropa yanıla Amerika'dan qo'rqdi deydi-ku. Ba'zi narsalarni nayt keskin holda cho'ngliqi demay atdi, deyishdan qo'rqdi deydi. Masalan, Daniyaning prezidenti shunday, Daniyaning bosh ministrimi shunday dedi, Germaniyaning, Fransiyaningki ular sal qattiqroq gap qildi, lekin boshqa Yevropa davlatlari hozir jimli o'tirdi deydi. Shunday ahvol ekanda, endi bu yerda menda bir 4 ehtimol bor ekanda, endi bu Amerika mushu Grenlandiyani o'ziga keltirishda 4 xil nima bor. Men shuni bir tushuntirib o'tay, Abdurimjon agar ma'qul desa. Xo'sh. Menda bir narsa ekan-ku, bu yerda men yozib olgandim, shuni bir topay. Yozib olgan narsamning jiqligidan bu yerda. Menda narsa, menda 4 nuqta. Endi men telefonimga yozib oldim. Bu mutaxassislarning analizi-ku, mening analizim emas. Men ham qo'shilmayman bu fikrlarga-ku. Birisi deydi, bu hozir deydi, shu Donald Trump deydi, mushta ko'zul silish orqali bu bir tijoratchi bo'lgandan keyin ashlar besib ishlatish orqali o'zining maqsadiga yetmoqchi deydi. Bir hisobda deydi, balkim Trump Yevropa davlatlari, Daniyalar ma'lum tadbirlarni qo'llab, bo'ldi bu mesela ABD stratejik o'rinni Xitoyga bermaymiz, Rossiyaga qilmaymiz degan ashtaq narsa yalar kelganda, o'zligidan Trump buningdan lose interest qilish mumkin deydi. Lose interest degani voy bo'ldi, bu ish bilan nima var bo'lmaydi deb shuning bilan tugaydi deb deydi-ku, bu ishmish davron selish bilan deydi. Bu bir kan. Yana birisi nima deganda Grenlandiya, men buni deb Grenlandiya mustaqil bo'lib Andikin Amerika bilan yaqinlashgan bo'lsa, u vaqtida bu vaqtida bu ish bir taraf bo'ldi, hal bo'ldi degan bo'lsa, strategik o'rinni Amerika egilib olgan bo'ldi. U vaqtida men uni seni setib olaman, seni o'zimdan qilib olaman degan gaplarni shuning bilan tugaydi deydi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi nima deganda Trump deydi, iqtisodiy besim ishlatish orqali. U iqtisodiy besim faqat Daniyaga emas, Grenlandiyaga emas, bütün Yevropaga iqtisodiy besim ishlatish mumkin deydi. Chunki Yevropa birlashmasi qo'y, Yevropa birlashmasi iqtisod jihatdan, nima jihatlardan bir gavda supil qaralgan bilan nurg'un ularning ichida nurg'un surkishlar bo'ldi. Uni Abdurimjon o'zingiz bilsiz, ular ba'zi masalalarda bir yerga tez kelmaydi. Masalan, abay deb o'tgandek, agar Grenlandiyaga Trump harbiy qo'shin aytib, ya'ni ishg'ol qilib olgan bo'lsa, u Amerika degan NATOning bir muhim a'zosi. U NATOning muhim a'zosi, ya'ni boshqa davlatningki ig'dorchilik huquqiga dasturdi degandek, hujum qildi degandek narsalar paydo bo'ldi. Shu vaqtda Yevropadan andikin Yevropaning kuchi uning yetmaydi. Men Yevropaning mudofaa harbiy kuchi bor, harbiy kuchining nimasi deydi, ma'u qani bir 5 Amerikaningki bir
yıllık budjeti 1 trilyonga yakın pul. Alanınki bütün Avrupa'nın yığın kese 20 trilyon etrafıdaki. Demek iqtisad cihetini aytgan chaqda Avrupa birleşmesi Amerikaga tankilemeydi. Şu taraf sebepler. Şunun için iqtisadi besim orqali shu Grenlandiyaningki iqtidorchilik nimasini Grenlandiyaning bo'lgan ta'sirini kuchaytirib olgan bo'lsa, o'lish bir usul. Yana birisi nima deganda kompash buyruq tushiriblar. Bizning shu davlatningki bexatarligiga nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir o'rin, uni egallab olsak bo'lmaydi deb buyruq tushirib, shuni harbiy avatib shu yerni tortib edish. Uningga deydi bir kun qolmaydi deydi. 2 soat ichida ep ketalaydi Amerikaning kuchi. Chunki u yerda Grenlandiyaning, Daniyaning manchi nimasi yo'q. Uning ustiga Amerikaningki bazasi ashada o birdamda egallab ketadi deydi. Lekin bu ehtimolmi nihoyatda oz deydi-da. Chunki Aştaq tarafları bağlı 4 xil analiz baki hazır. Bunun qanday qaraysizlar? Endi Xitoylarning strategiyachilarni tuniga so'zlayotdi. Bu vaqtda Xitoylarning nihoyat qiziq nuqtaga aylandi bu so'zmichi o'rganilan. Mayli Amerika qanchalik pulga bersa, biz ashuningda ikkasi pul berib, biz setib olsak ummamdi deyotdi Xitoylar. Xitoylar biz ashunda Amerika 100 milliard bersa 200 milliard berayli. Biz uni bersak Rossiya bu Xitoyni qo'llaydi-da. Aşının bunun oturduğu adı, hem de bu kançılık tarakıldı, hem de körmüşte, hem de teki Donald Trump hukukunu anmadı. Hazır o ağzı kelgenler devirdi bu adı. Kançılık emili aşıdı, birinci kırın prezident boğandı mı, aşı deydi kığa iş ançı emez. Muşta kılalamdı. Lakin bir yana Amerika bunu koldan Amerika çıkarıp yetişke hakikaten bulmaydı. O bir yana koldan çıkarsa Amerika'nınki halk aradaki stratejiye harbi cihetten. Stratejiya rolü cih kimiyip gidiyordu. Şunun için bence bunun da Amerika bir yerken ikili partiye birlik gelip bu yani alıdığanga amması mı Amerika'nın gibi boyunca iş kıldığanga Denmark'ın otonomiyası Amerika'nın otonomiyası kılıp yetişke nim kılışı mümkün. O nimi aldın kadın abay sözlep ötgettik Donald Trump'ın oğlu bağında üyet xalqlar nait kızgın karşı aldı. Nait kızgın karşı aldı. Mevlam bir sual sana bu kadar abaylık Xitoy uni setmoqchi degan gaplarni qilyapsa, Xitoyning iqtisodi uningga yetamdi. Sen o'tganda bir leksiya berganda, shuningda Xitoyning iqtisodi nacharlashib ketdi, u burunqidek emas deding. Endi shu Amerika bilan basbas shu bahani qo'ya olamdi agar setib qolgan bo'lsa. Amerika çındap gez koyanmaydı. Çünkü Amerika hiç kaçan mesela 100 billion 100 milyar dolar harcamaydı o yege. Amerika bir mesela 46. yılı birinci kıtın pul vergende 100 milyon diyen. Amerika vermesi diyen. Adam Donald Trump'ın hesabı mı küçük gelse 1 billion vermendeydi. O mesela 5 billion 10 billion o Xitay'ın ki yedi de Xitay'ın Amerika'da mesela 3.2 trillion 3200 milyar dolar rezerv var. Onu bir unutmadı. Lakin bir yerde çokum bu paran pul doğruluk besliş bulmaydı. Eğer şunda kalsa Amerika asker başı asker şu an işgallik lavası buldu tüydü. Okey. Amerika'nın askeri var. Başka adamın askeri yok bu yerde. Unda kalsa üçüncüsü nimge değil Kanada hakkındaki. Muştan kıvadımızga kirgizip tükenmiyoruz. Bunun da pek uzun toxtalmaymiz. Kanada. Nima uchun hamda bu Kanadani Amerikaning 51 shtat qilishga haqida bu Donald Trump munoyati kuchli bir nimalarni e'lon qildi. Bu vaqtida o'zlarini bildiganlarini Amerikadagi bu siyosatlar bu vaqtda nima deydi? O'sha qiziq nuqta haqidan chiqib bir tushunsinlar. To'g'rilikka sistem boshlaydi. Ya men xarid to'g'riliq tushundiraymi ya? Xarid tushundirda qisqacha. Sen xaridni tushunanda yaxshi xarid qilibsan. Ya mushu nima Kanadaning territoriyani nima qo'ydim bu Kanadaning bu dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng davlat bu. Sovet Rossiyadan qolsa mushu ikkinchi o'rinda. Amerikadan misali cho'ng raqamda. Lekin buningki mavu abay deb o'tdim, buning shimol taraflari bor-ku, asosan muz qoplangan so'q yerlar. U yerlarda insonlar ancha yashamaydi. Yashaydigan insonlarning hammasi Amerika bilan chegaradosh o'rinlarda bu mundaq.
Şunca qaraydigan bolsak, men masalan bu Quebec degan shahardaymiz, Montreal degan shahardaymiz, o tarafda Vancouver degan shahar bo'ldi, andikin Hamilton degan shahar bor. Mushlarning hammasi mushu Amerikaga chegirada shaharlar. Aholisininki mening bilishimcha 80-90% shaharlarda yashaydi. Bularning butun aholisi around 41 million. 41 million odam mushunchalik keng zaminda yashaydi degan gapda, degan gap. Endi bularninki devlet krimi Krim degan gapmi? Territoriyasi. Şeyde bir azraqning bormi şeyde. Ani ko'ramayaptim men kichikda. GDP'si 2 trilyon 58 milyonga. Bu endi abay men Mevlamdan so'rab baktım. Ameliyatım Kaliforniyanınki nimesinin 20'ye yetmeydiğandek turdu qasam. Şu Kaliforniyanın qancha 3 trilyon mu 4 trilyon uchinchilik qo'yaymi? 4 trilyon bordi Kaliforniya. Kaliforniya o'zi bir davlat bo'lsa, dunyodagi 5-chi iqtisod jihatdan 5-chi cho'ng davlat bo'ldi. Mushu 2 butun %58 trilyon degan so'z dunyo bo'yicha 16-chi o'rinda turdi ekanda. Bularninki hamda adam beshiga chiqqan chaqda 62.766 dollar yezib oldim mana. Lekin bularninki hozir dollar so'ga Kanadian dollar deydi. Kanadian dollarninki qiymati tushib ketdi yaqinda. Tushib ketib, o'z vaqtida men bir 7-8 yildan burun Kanadaga borgan chaqda 1 dollarga 1 Kanadian dollar tengdekdi-da. Hozir qaraydigan bo'lsak, bu 1 Kanadian dollari hozir 70 teng tushib qoldi. Iqtisod jihatdan jiq keyingi surilishlar bor. Bu yerda bu nuqtalarni deb o'tdik. Andikin yana bir narsani bu yerda deb o'tay. Bularning uchun Amerikaga eksport qiladigan mollari jami 443 milyard dollar bor ekan. Demak bu Amerikaniki eng cho'ng savdo nimasida bu mandaq taraflari bor. Endi men bir narsani deb o'tdim. Sizlar sol tarafga xarita qaraydigan bo'lsanglar-chi, o'sha Quebec degan yer qaranglar. Quebec degan yer sharq tabaqat qizg'ish rayon bor, Kanadaning Quebec degan yer. Quebec degan u yerda fransuz so'zlaydigan yer. U yerlar shu hozirgacha mustaqil bo'lamiz deyotganlar jiqda. Lekin uningdan boshqa hamma yerlar o'tganda men azroq deb o'tdim. Bular hamma yerlar asosan inglizning ta'sirini oladi. Bular ingliz so'zlaydigan shu Britishlarningki nimalari, ajdodlarida. Ular oyoqdikilar. Endi qizg'ish yer nima uchun qanday bo'ldi deganda o'z vaqtida Napoleon, masalan, Louisiana Purchase degan Louisiana City Village degan narsa bor. Shu qizil territoriyalar Amerikaning o'ttirdagi 3dan 1 qismi Louisiana degan yerlar bor, Fransiyaga qaratdi. Napoleon o'z vaqtida Britaniyaning ta'siridan sal cho'chib, shu vaqtida shu Louisianani Amerikaning 3dan 1 qismini Louisianani bir hisobda bekor berib o'tgan desak bo'ldi. Endi inglizlarning ta'siri bu kuchayib ketmisin debchi shunday qilgan shu vaqtda. Chunki mushtaq bir tarixiy nimalari bor bu yerda. Endi bu Amerikaningki 51-shtati bo'la olamdi yo'q degan masala. Bumi eng oxiri berib nega taqishdi deganda, Amerikaningki iqtisodiy taraqqiyotining nimasi qaraydi. Demak, mening fikrimcha, bu kelgusi 2 yil ichida Donald Trumpni biz 4 yil prezident bo'ldi deymiz-ku, amaliyotda uni sinaydigan yil 2 yil. Ya'ni 1 yil desak bo'ldi. 1 yil atrofida agar o'zi bergan va'dalarni amalga oshirolmaydigan bo'lib qolsa, Amerikadagi bir demokratik sistem vaqti kelganda uni tushirib o'tish, yoki bo'lmasa uni to'zilishini tushiramaydi-ku. Lekin 2 yildan keyin buning asosan kongressdagi kongress a'zolarini shu mutlaq ko'p demokratik partiyani saylab qo'yib, shuning bilan Trumpning ishini oqizolmaydigan bir holatga olib qo'ydi. Mundaq bir yerlar bor-ku. Shular bilan bog'liq. Mencha shunday o'ylayman. Agar Amerika Trump o'zining va'dasi bo'yicha Amerikaning iqtisodini o'z degandek shu Make America
magan qılalaydigan bolsa, o vaqtida anınki Kanada'nı 51. ştat emas. Muşu bütün Şimali Amerika'nı men xarita gezip koydum. Anlıp gördüңлар mı? Şimali Amerika Birleşmesi dep atıladigan xuddi Avrupa Birleşmesi'dek bir çoğun bir siyasi gavda tikilib qelish ehtimalim nayt cho'ng. Chunki men mayada bir narsani deb o'tayapman. Kanadaning o iqtisodi Amerikadan ancha bak yer osmon farq emas. Lekin o janubdagi Meksikaning xitmi xil emas. Lekin ashar yana bir ushshaq 10 necha davlat bor. Bu davlatlarning hammasiga men bag'an. Mevlan sen mi bağın deyim bir yerlerge? Men hamma devletleri bağın. Kuba'dan başka hamma devletleri bağın. Berip aşağıda benim bir adetim var ki çık adamlar bildi. Bir yerge bağın diken oturup çayxanda oturmam mı? Takside oturmam mı? Yani bir yerde o yerlik adamlarla da o paranlaşım ben şu. Paranlaşım şuların neme oylaydıganlığı ne? Gerçi toluk 100% bilemesen mi bunun asasen neme oylaydıganlığı bilir. Ulanın iqtisadi ahvalları yani nurgun cihetlerden itkan çağda Amerika bilen nahayeti ziç bağlılık iken şu. Bulanın nurgunları yaşadı. Sizler şu uzanlarının Amerika'ya kirip ketişini koşulamızlarsa %100 koşulmaz. Dep eştaktaydı. Hatta Amerika'ya kelişini, Amerika'ya kelip yaşaşını halaydı. Bu adamlar eğer demokratik hukuk berilip ketip kalsa o Amerika'ya vatanını satamsa diyen yerler kelgen sattıqıl deydiganlar da mındaqmış o uçak devletler. Meksika'nın ahvalı biraz okşumaydı lekin Meksika'ma özanlar bilsizler. Meksika'nın ötkenimi dep öttük ko. Mesela Kaliforniya tarafını alaylı, Texas tarafını alaylı, Florida tarafını alaylı. Hatta şu Amerika'nın 3'ten 1 kısmındaki yerler var o öz vaxtida şu Meksika yani öz vaxtida İspanya var o İspanya'nınki tesir dairesiydi. Bular bilen şu Mevlan obdan buldu. Bu Meksikalıklar bilen Kaliforniya taraftaki Latinolarınki onun ırkı farkı yok tekli de bular. Bularning ko'pinchisi Amerika ketilishda razı oldu. Şunun için Janubiy Amerikada çoğun gap yok. Eğer Kanada mu aştaq bir yer kelib biz 51 emas bir 4 ştat bulup sizler qo'shilsak bo'ldi degan edi. Quebec degan yer balkim yo'q biz mustaqil bo'lamiz deydi o. Qolgan taraflari balkim Trumpning nimasi bo'yicha biz Amerika qo'shilib ketamiz deydigan gapni. Shu vaqtda qanday bo'ldi deganda Janubiy Amerikaning janubiy qismlari masalan shu Qatar, Honduras deymiz, Panama deymiz, shunday bir qancha davlatlar bor-ku. Costa Rica, El Salvador, Belize, Jamaica, Haiti degandek bu davlatlarning hammasi, Nicaragua degan davlatlarning hammasi osonlikcha Amerika qo'shilib ketdi. Agar Meksika qo'shilib ketib qolsa, Kanada qo'shilib ketib qolsa, Grenlandiya situasiya andikin bir birleşme, Avrupa birleşmesiydek-ku. Özleri hammasi öz aldığı bir devletdek nim qildi. Muştum ihtimali var bunun. Mening ko'z qarashim bu. Buni boshqalar bunda deb baqqanni ko'midim. Mening bir ko'z qarashim mushtarak bo'lyapti buningga. Demak, Amerika mushu Donald Trump'ninki kengaytish ideyasi balkim amalga oshdi demoqchiman. Unda to'g'ri sizniki qatılgan vaqtga demangiz olsa, endi so'z sizda. Nima to'g'riq bu Amerika bu Kanada Amerikaning bir shtati bo'ladi, Meksika qaytilib ketadi degan bu bir yillik g'oyibona. Eliqqa rasmiysan, eliqqa bangining tushi bu. Hozir Kanadaning ministri bor, u emas Amerikaning Seattle shtati bizning Kanadaga tabi bizning ilib olmiz deydi. Men Meksiko deydim, Kaliforniya asli bizning yerimiz, biz ilib olmiz deydi. Hozir shunga Meksikoda haqlar biz urush bilan olmagan bilan aholida olmiz deb bizning Kaliforniyada 34% odam hozir Meksikaliklar bo'ldi. Bular tuğdu. Meksikalarda balı çeklashni bular keslik kildi. Balı çeklashni bularning dinida çeklaydi, yol qo'ymaydi. Şundan qarsan 7'de 10'dan tuği vurdu. Bular çoğun bir öylerde oturmuş demeydi. Küçük bir 2 yıl öy bolsa yaşap ütüp, tuğum yap, xoşal ütü vurduğun hak bular almış deydi.
Endi bu Amerika'nın prezidenti, bu Kanada bizga o'tib ketsin. Kanada senin ikki mani o'tib ketman degan yiliq ushshaq bolalarning jidili, yiliq ikki bola so'qishib ketib, hozir men opamni chaqirib chiqaman deganga o'xshashli gaplar bu. Hech qanday yiliq amaliy ahamiyati yo'q bu gaplarning. Ya sen meniki gapimning ma'nosini tushunmayapsan. Mening deyotganim Yevropa birlashmasidek bir birlashma degan gapni qilyapman. Hozir shu birlashma. Ya hozir Meksiko bilan Kanadaning mudofaasini Amerika qo'g'daydi. Ha? Ushkilsini harbiy pul hajmaydi. Ularning qurollarini Amerika berdi. Lekin u maslanga u Kanadalik burun Amerika asliylaqqa burun Kanadani shtat qilamiz, o'zini bir qilmasa so'qashganda Amerika mag'lub bo'lib ketib, endi Kanada mustaqil bo'lib ketgan. Meksikoning Kaliforniyani ip bo'lib shaykan to'xtadi, u yoqqa yetamidi. Endi bu asosiy jidal bu yerga nima jidal desang, asosiy jidal bular yiliqi holatlar, mohiyat emas. Amerika deydigini bu yerda Kanadadan Trumpning deydi, Kanada orqali, Meksiko orqali Amerika kelayotgan ko'chmanlar intayin jiq. Bo'libmi Meksikodan, Kanadadan kelayotgan. Bu bir. Ikkinchi, Amerika kirgan chekimliklar. Kanadadan kirayotgan chekimliklar nihoyat ko'p. Shunga Donald Trump sen aşı chekimliklarning, ko'chmanliklarning oldini olsa, olmasam bajni 25% o'stirib yutaman deydi. Kanada agar mening bajni o'ltarsang, men sana ta'minlayotgan gazni, neftni to'xtatib yutaman, yog'ochni to'xtatib yutaman deydi. Bu ikkisi, lekin bu ikkisi bular do'stona davlat eng oxiri jo'zliq kelib bu masalani chiroyli hal qiladi. Bu o'tir jiddiylashmaydi. Masalan, Afrikadagi davlatlar, o yoqdagi bir muncha davlatlarni to'liqdek ketdi. Ular Amerikaga qitilman desmi, Amerika olmaydi. Nimaga baqidi? Hozir sen bir davlatning zaminini ilish muhim emas, shu davlatning manbasini ilish muhim. İşgal qilsa ishqimga eshak shirkat qo'yib, uning manbasini Amerika hamma olsa, bir muncha u gadoy, ishni uqmaydigan odamlarni Amerika ilib qo'ydi. Hargiz yaqin kelmaydi. Shuning uchun bu o'tirga, lekin Kanada, Amerika, Meksiko o'tirdiki bu talash tortish bir yil, bu anki 3-4 oy qolmay nihoyat chiroyli hal bo'lib tugaydi. Bu yerda cho'ng bir qiziqarli allikallar deb ketak ish chiqmaydi buningda. Donald Trump mush orqali Ağlaq bilim işlətiyotgan gap. Sen ko'chmanlarni bosh qo'yg'in, bizga kirayotgan zaharli chekimlarni kontrol qilgin. Sen uni qilmasang, men sana bajni ig'irtdim. Deb bo'lib, endi qog'onlar ilaqa annangga upu deb jidalar so'qish, ashuna o'xshash paranglar. Bu davlatning o'rtasida cho'ng vaqalar chiqmaydi. Qarabdi, Donald Trump huquqni ilib 2 oy qolmay bu 3 davlatning o'rtasida munosabat kelib qo'ydi. Ya şu vaqt yana bir unda bo'lsa Kanada haqida yana boshqa qatigan ya bormi yo qatigan nima bo'lmay qolsa boshqa bir tema kiramiz. Ya qatimizda qetilaverdi. Hozirlik bugun vaqt bek so'zi. Bo'ldi. Unda yana bir tema kiraylikda ham hozirgi biz Amerikaniki zamin setish tarixidan hozirgi nazar deb buni nima qildik? 2 qism qildik-da hisobda. Oldingi birinchi qismida asosli temasi shu Amerikadan tarixda setib olgan zaminlarni qisqacha tushuntirdik. Uning keyinidan bu qatimda yangidan chiqqan kuchni, ya'ni qaytarmoqchi 3 joyda o'tirib qildik. Endi bir savol bor bu yerda so'raganda, shu Amerikaning zamin setish tarixi aytib savol bor. Oldin qapda so'ralgan savolda oldinga vaqt chiqmay qoldi. Shunga chiqib bugun so'ray o'ziga javob berib, qisqa beramiz, javobni uzunroq ketmasa. Birinchi, Amerika tarixida bosh davlatlarning zimini setilishga maqsadi nima? Shu qadar zimini setib oldi Amerika, yarmada 3 nima qilman deyotdi. Bundas maqsad nima? Bak suhbatlar deb bo'ldi-ku buni. Boyligini ilish, strategiya o'yinni ilish, ashlag'i mushlarni siz abak suhbatlar mushin dedik-ku. Shu hozir bak yig'inchoqlarimizda ma'nosi yig'inchoqlar yana bir tema kiramiz. Strategiya, boylik, strategiya o'rinni ilish, boylikni ilish. Shu ikki maqsad. Unda qolib qolsa Amerikaning zamin setilishiga nima ta'sir ko'rsatgan, zamin o'rinlar qanday tanlangan? Shu harbiy savol salla nima bo'lib qoldi-ku, tushunib ketdim. Amerikaning zamin setilishiga nima ta'sir ko'rsatgan, nima sababdan Amerika ta'sir qilgan narsa?
Ha, bunu Abdurrahman o'tganda mushto'g'irliq xili biroz to'xtaldi. Amerika ko'chmanlardan boshlangan, keyin zimin kengaytirish degan manifest degan ideyalar bilan kengaydi, ya'ni kuchlangan siri andikin ziminni texmi kengaytib hozirgi darajaga olib bordi. Endi hozirmi shuning davomi bir hisobda shu Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika, Grenlandiya andikin o şeylerning hammasini Amerika hamda bir hisobda hozir ba'zi ko'z qarashlar bo'yicha hamda men ko'rib baqsam Amerika yana shu imperialist davriga qaytyotidi degan gaplarni qilyotdi. Bu hamda undaq bo'lib ketmasligi kerak, lekin yana AB'ga o'xshashda masalan Yevropa birligini alaylik. Yevropa birligi o'z vaqtida degan o'zaro shundaq jidallashib, so'qishib, nim qildigan nurg'un jidal majralardan andikin pachinib ketganda dastlabki pachinib keyin asta hamda birlashib Yevropa birligi deb atilgan bir siyosiy gavda bo'lib qoldi. Mening AB'ga ko'z qarashim shu, hamda Amerika shunda bara oxiri shundaq bir gavda bo'lib bo'ldi. Shuning uchun bu asosli nimasi shu, hamda boshqa andikin dunyo kuchlari bor, hozir hamda Xitoy o'z vaqtidagi sobiq Sovet ittifoqininki o'rnini ivatqandan bu ikki cho'ng gavda davlat dunyodagi manfaatni talishimiz deb mushtaq xo'sh ishlar yuz beryapti. Yana bir savol, Amerika zimin doirasini kengaytirish jarayonida yerli xalqlar qanday siyosatlarni qo'llangan, buning foyda ziyonlari qanday bo'layotdi? Voy masalan Havoyni olgin. Havoyni oldi, olgandikilar Amerika nim qildi? Sashani xalqqa hammasi garajdan bo'lding deydi. Shu Amerika garajdan hammaga berib kelish huquqini berdi, pasportini berdi, manfaatini berdi, xizmat qilish erkinligini berdi. Shu Amerika garajdan qilib maktablarni ochdi, shirkatlar soldi. Uni tez suratda Amerika o'zining garajdani qilishga tirishib o'tmoqchi bo'lib ketdi. O'zini ayrim turishini xohlamaydi. Amerika degan bir melting pot, doshqozon. Dünya bizning masalan Los Angelesda 1200 dan ortiq millat bor ekan. Ha shunda hamma millatlar qarasang o'z oldiga yashaydi, o'zining rayonida. Masalan Uyg'urlar, biz o'zimiz bir Koreyaliklar, Albaniyaliklar hammasi yashaydi, lekin butun bir gavdada hammasi bir Amerikalik bo'ladi. Tamam. Şuңашqa şu bir bu aşı şekilde aşan akıldı mişani xalq qıplıйды. Sana ola alayta ihtimal berip yançoğunga 1 milyon pul sip koyduğun iş yok. Sen garajdan buldu işleyse şunu mişaniki Amerika o'xshash yana huquqdan bahramand bo'ldi degan gap. Bu o'xshashlar. To'g'ri. Endi yani bir yerda ma qaytib qo'yay. Masalan ma bizning Kaliforniyada qadimki Amerikalik indigenous indiyaliklar bor. Bu Amerikada birdan bir indiya. O indiyaliklarning alayta huquqi bor. Masalan bir shirkatda bir indiyalikni xizmat olgan bo'lsa, shu shirkat vayron bo'lib butunlay taqilib ketguncha shu indiyalikni xizmatdan bo'shtanmaydi. Masalanga mishad bir maydonda Amerikaning bizning Los Angelesning shahar boshlig'i atiganlik yig'in ochaman degan bo'lsa, masalanga indiyaliklar yo biz atiganlikka ashada biz indiyaliklarning bir faoliyatini qilamiz desa, shu yana shahar boshlig'i bo'shtidi. Bularning asli bular yerlik deydi, shuni bo'shtidi. Shu yer bor. Bir indiyaliklarga alaylik bor, qolgan hech kimga yo'q. Ya mana bir gap qilsam, Kanadaning bor, Kanadaning shu g'arb tarafda ashada 4 cho'ng şu yerlik Amerikanlıklarning bir davlatlar var ashada. Ular degan shu xeyli avtonomiya kuchga ega ular. Shundaq ishlar bo'ldi. Amerikaning Kaliforniya tarafdan bog'ida emas bir nimalar. Xo'sh. Va bizning UCLA eng dog'liq profil bir profil bor. Ash profilmush Amerika indiyaliklarning qadimki til jobduqlarini qilib, mush Amerikalik indiyaliklar tigi taktidan kelsa biz bilan so'zgan ashlar Uyg'urlar ashaqdan kelgan deydi. Unda qolsa bugungi suhbatlarningki asosiy nimasi tugadi. Har qatorliq bir programmada biz programmadagi asos mazmundan bir Sharq Turkistonga Uyg'urga bir nazar, kichik bir xulosani chiqarishdan tugatsak deb o'yladik. Unda o'qa vaqtida hozir shu tor dunyosida bo'layotgan bir necha kundan ichidagi kuchli talash tortish mening yozgan bir yozmam bir hafta oldin e'lon qilgan bir yozmam bordi. Sharq Turkistonda Donald Trump qisatayli biz Amerikaning 51 shtat bo'lishni xohlaymiz degan bir maqolam. Bu maqolam tor dunyosida e'lon qilingandan yo'q kuchli g'ulg'ul paydo qildi. Ba'zanlar
bu maqola yaxshi yozilibdi. Bizning ishimizni o'ylayotgan, chiqarilmagan nimamizni bir qalam kuch orqali, buni bir o'tirib chiqibsiz, yaxshilabdi deb qo'llayotganlarmi bor. Biz ham Sharqiy Turkistonni mustaqil qilamagandan keyin u yer bularning qirg'inchilik haddidan ziyod chekda eshitib, Uyg'ur yer yuzini yo'qolib ketayotgan mushta bir mezgillarda biz Sharqiy Turkistondagi qizil boyliqlarni setish orqali Amerika boshqa g'arb davlatlarini diqqat qilishga tortish orqali o'zimizning mustaqilligini qo'lga olish uchun mushta bir o'ylaganimiz yaxshi maqol ifodalanibdi deganlar bo'ldi. Bir qismda bo'lib qoldi, sen vatan millatdan xoylayotsan, vatan millatni sotamaysan, satsak bo'lmaydi, vatan millatiga onu vatan deb adabiyot o'qitishda manda kurayotganlar borda hamda. Shunga men bu narsa siyosiy nuqtadan ko'rdim. Siyosiy nuqtadan ko'rdim, siyosat degan shunday rayimsiz narsa ekan, siyosat deganniki Allah'ını tanımaydı iken, din tanımaydı iken, millet tanımaydı iken, ota-ana, urug' tuqqan, aloqa hech nima tanımaydı iken de bularning qimmati yo'q. Siyosatning faqat tunuydig'ini nima desa, boylik, manfaatdan boshqa tanımaydı iken. Men bu nuqtani asos qilib turib, hozir Sharqiy Turkistonni sotayli deganimiz Sharqdan egilik huquqini demadim, faqat Sharqiy Turkistondagi zimin boyliqlarni aşağıda. Hozir Mavlon Kamdida dunyoda eng qimmat bo'lgan aloqa bir nimaniki 70% bizning Sharqiy Turkiston chiqar ekanda mana masalanga. Shunda qizilin boyliqlarimiz jiq bo'lgandan keyin shu qizilin boyliqlarni yo 100 yil ishlash huquqini Amerikaga, boshqa Yevropa davlatlariga berish orqali shuning badaliga Uyg'urlarga yordam qilib, Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilaridan qaytarib olishga yordam qilib qolsa, g'arb davlatlar bu bir meniki ya'ni xiyol tafakkurimda bu mazmunni o'tirib qo'ydim. Bunlar g'ulg'ulab ketdi. Mushninga sizlar Amerikaning zimin setilish nimasida ishkan yaxshi suhbat qilib qo'ydingiz ikki qatam. Mush nuqtadan chiqishga vaqtida biz Sharqiy Turkistonning jug'rafiyalik o'rnimi Panama, Irland nimaga o'xshash noiti strategik geopolitik o'rin intayin muhim. Xitoy shu bizning Sharqiy Turkistonning qizil boyliqlarini elish orqali dunyoga qo'shilmoqchi, Sharqiy Turkistonni mangu o'zlik mustamlik ziminiga aylantirish orqali o'ziningki bir balvoq bir yo'l qurilish orqali Sharqiy Turkistonni sakrash taxtis qilib butun dunyoga tahdid bo'layotdi. Shunga bizning Sharqiy Turkistonning mustaqilligi Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishdan bish qilib o'talaydi. Shundaqla Xitoyning xam xiyollarini shu bishkida ujuqtirib o'talaydi. Men mush nuqtani kuzatib turib, o'zimning yozmasini yezib chiqdim. Yozganda hargiz Sharqiy Turkiston sotaman degan bir xiyol tafakkur, tasavvur. Xitoycha Sharqiy Turkiston qizil boyliqlarini net 100 yilning yog'i kech kunduz to'shib qishkirga to'shib orqali qo'yganda Sharqiy Turkistonliklarga Uyg'urlarga 1% nimasini bermagilik. Xitoy os bo'ladi ekan bir narsani qizil boyliqlarni, biz shu qizil boyliqlarni Amerika boshqa g'arb davlatlariga berish, hatto shu to'xtam tutish orqali bir siyosiy o'ylash orqali bizmi shularni jalb qilib, Ashaning mustaqilligini asliga keltirish uchun bir siyosiy qimoga do'g'itsa qanday qildi degan bu o'yni o'ylab chiqdim bu narsadan. Ana buningga sizlar qanday qaraysizlar? Eng avval o'zimizga, Amerikaning zimin setish tarixida o'zimizga bir og'dirib boqaylik. Xo'sh, avval sizlar boshlaylik. Men Abdurimjon yozgan maqolangizni o'qib chiqdim. Bu yerda siz o'zingiz degandakchi, u yerda siz bu yerda qo'pib sotma degan nima emas. Sizmi uningga ega bo'lib uni sotamaysiz. Shundaqmi? Endi bu yerda faqat demoqchi bo'lganim nima deganda shu Xitoyning shu Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olib, ashaning boyliqlarini shu biz Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar barliq millatlarning shu nimis raisizlar o'z oldiga uning foydasini ko'ryapti. Shuning uchun sening o'rningga, sana berganning o'rniga biz Amerikadek mushtaq qudrat davlatga buni topshirib bersak, bizga ig'dorchilik qilsa degan mazmunda yozdingiz deb tushunmanchi u yerda. Bu yerda mandaq bir masala bor-ku. Hozirgi biz Sharqiy Turkiston xalqining bu u yerda kishilik huquq emas, hech qanday huquq yo'q. Bizning hozir u yerda ish mushuk nima degilar bizni odam qatordim ko'maydi. Biz hozir quldimmi betar bir ahvol ostida, irqiy qirg'inchilik qilinayotgan ahvol ostida butun dunyo buni biladi, bilmaydi emas bu yerda. O'sha 6-7 yildan beri mush gaplar o'tirib qo'yilib kelyapti. Endi bu xalqarodan
Bo'libmi Amerikada quvvatli davlat buning qarab o'tirdi. Buning bir sababi bormi edi? Nima sababi deganda, Abay Abdurimjon siz dedingiz strategik o'rin edi. Strategik o'rni haqiqatan strategik o'rni muhim. Bizning yer osti boylig'imizmi nihoyatda mo'l. Neft bo'lamdi, yana nurg'un narsalar. Men o'tganda bir mushi to'g'riliq bir video ishlab yozib chiqqan narsa, sonlarni hammasini qo'yib. Bu jihatda gap yo'q. Lekin mana siyosiy jihatdan aytgan chog'da strategiyalik va xalqaro strategik ashundoq o'ringa ashundoq hal qilmish bo'lmaydigan holat kelmadi. Nimalar to'sal qilyotdi deganda O'rta Sharq masalasi. Shundaqmi? Ukraina masalasi. Yaqinda Suriya masalasi bo'ldi. U endi uni qayerga bordi, uni hozir qaraymiz. Mushundaq masalalar borku, dunyoning diqqatini ayaga tortib akib bordi. Buni tortib akizish, bu dunyoning diqqatini shu yerga tortib akizishni Xitoy oqida nurg'un mablag'larni qashlab, nurg'un nimalarni bu yerda qilyotdi-da. Mushtaq ahvol ostida qanday bo'ldi? Dunyoning diqqatini ayaga borolmayapti. Masalan, Afg'onistonda Amerika shahri 20 yil yurdi. 20 yil yurib, shu yerni shunday nim qildi, eng oxiriga kelib berib hamma narsani tashlab qo'yib yenib chiqdi. Uni hozir shu yerlik Talibanlarga beryapti. Talibanlar hozir Xitoylar bilan hamkorlashib qo'yapti. O'rta Sharqda bo'lgan ishlarmi shundoq. Endi hozir ma Isroiliya bilan Isroiliya bilan nimadiki Hamas orasidagi bu jidallar bo'yatdi, dunyoning diqqatini shu yerga qo'ydi. Men deyman, mushu rayonlarning masalasi bir hal bo'lgandan keyin dunyoning diqqati nayt tezla Sharq Turkistonga markazlashdi. Albatta, Sharq Turkiston markazlashish uchun qanday qilish kerakligini biz Sharq Turkistonliklar mavu o'zimizning vatani degan irodani shu ruhda bo'lish kerak. Agar biz u ruhni yo'qotib qo'ygan bo'lsak, qanday bo'ldi deganda, voy Amerikaga berayotgancha Xitoyda turaversak bo'laverdi-ku degan ideya bor. Kishilik huquq da'vosini qilayotganlar bor-ku, shu yo'lga menyapti. Biz mushundaqlar hozir amaliyotda bizningki shu Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun eng cho'ng to'salg'ular shular. Biz Sharq Turkiston ishg'oliyat ostidagi bir davlatdi. Bizni Xitoy tajovuz qilib, hozirgi 21-asrdagi mustamlika tuzumda yashayotgan bir mustamlik tuzumda yashayotgan degan narsalar bo'ldi. Bu misol Grenlandiyaning gapini qildik, Panamaning gapini qildik, Janubiy Amerikaning janubidagi bir qancha ushshoq davlatlarning nimalarini qildik. Ular nima uchun o'z maylidan berib o'talaydi? Ularga nisbatan aytgan chog'da Amerika Mavlamni deb o'tdi, Amerikaning ularni egallashi, ularning yerlik xalqining manfaatiga yaxshilik keldi, yomonlik kelmaydi. Bu to'g'ri endi ba'zi sal chatnab qoldimi, o'qimadim, ish qilib mushtarak. Endi sizning menchi Uyg'urlarning har qanday Uyg'urcha, har qanday fikrni o'ttirg'i qo'yishga jur'at qilish kerak. Sizning nimangizni men bir hisobda shu nimangizni hurmatlayman, shu o'yingizni, fikringizni o'ttirib qo'ya oldingiz. O fikringizni obdan o'qib chiqinglar qarindoshlar. Boshdan oxir o'qib chiqib, nima deyaptini tushunib, undan keyin haqqaliqi nima chachilgan ishlarni nima chachil deymiz, haqlar bo'xton chaplaydigan andaq-mandaq degan narsalarni qilinglar. U o'xshamagan fikr o'tirib qo'yilyapti deganlik. Navoda deylik, masalan, bizniki vatanmi bir mustaqil bo'lmay Xitoyda biz ashad erkin bir so'z qilish fursati qolgan bo'lsa, masalan deylik, mushda ideyadan birimiz Trumpniki Kanadani 51-shtat qilib olish, Panama bilan e'lon setirish haqida planlashda qo'yayotgan mezgilda bizning vakilimizning biz rahbarlarimizning birisi xalqaro oshna bir e'lon qilayotgan bo'lsa, u bir kuchli bir portlash xabar bo'ladi-da hamda. Lekin bizning bu xalqaro hech qanday bir ovozimiz bo'lmagandan keyin bu ovoz anglatsak, o'zimizning millat tarafidan ba'zan qarash yaxshi fikr ekanligidan ko'pincha ba'zanlar yana buning vatan sotgan vatan xoini bo'lsa, o bu deb vatan setib ketgan vatan. Zodi oppoq qo'shin taraf setib ketgan bu tim ayrim bir kiramizda.
Onun da Xitayning oldida xorlanib, jazolar inson qilib chiqqan qo'riqni ko'rib, nafas og'irlik nimiz qolmaganda Xitoy elayotgan sen savol so'rayapsan, nutq so'zlayapsan. Xo'sh, endi sizga Mavlon aka. Shu ham nur vaqtda savol so'zlamay qarsam 5 Qanday qaraysiz sen? Endi sening bu Sharqi Turkistonni ma timaring. Cuma mazmun men nimani o'qidim, video so'zligini angladim. To'liq angladim. Ma Sharq Turkistonni Donald Trumpga satayli deb. Sen Uyg'urlarning tarixida birinchi davlatni satayli degan odam. Bizning tariximizda birinchi jumhuriyat, ikkinchi jumhuriyat amaliyotda oldingi asrning oldingi yerimida ikki jumhuriyat emas, bir yamanjiq jumhuriyatlarni qurib o'tgan u yerda. Xotanda qurilgan jumhuriyatdan 7-8 ni qurib o'tdik-ku deyman. Bu jumhuriyatlarning hech qaysini sotmagan, biz berib o'tgan. To'g'rimi? Sen birinchi bo'lib Uyg'ur tarixida Sharq Turkistonni satayli degan odam. Senda mayli uning mazmuni nima bo'lsin, sening lozungang satayli dedi. Bu xuddi ilaqa qichishmagan, ya'ni qoshlagandek bir gap bu. Bu vatanni satayli degan bu bizning Uyg'ur milliyligimizning mayli boyligini bo'lsin, mayli nim bo'lsin, Xitoydan qutulayli. Haqiqatan Uyg'urlar deydi hozir. Mush Xitoydan qutulgan shu sash Afrikadagi bir gaday davlat bizni ishg'ol qilyapti mayli deydi. Uyg'urlar shunchaki yerga keldi. Yani burun Uyg'urlarda millik gap bor. Xitoyning gulini purg'icha o'risning po'qini pura deydi. Shu o'rislarga masalan dadalarimiz shu rost desa vaqtda mushta juxunib so'zlab ketadi. Biz shuning uchun bizda bu ideyaning sening bundaq Sharqi Turkistonni boylig'ini satay, bu sataydigan intay pasib ideya bu. Bu Uyg'ur milliy ro'yiga hech qanday ahamiyati yo'q bir ideya bu. Hamma hozir hech qanday amili yo'q odam. Sen bir shaxsiy, bir tashkilot emas, Uyg'ur nimasini emas, bir yerga satayli degan bu bir intayin pasib, intayin Uyg'urlarning ro'yiga ahamiyati yo'q, lekin ro'yi jihatdan intayin pasib bir ideya bu bir. Meni deydiganim shu, hammani men anglab chiqdim. Endi men Mavlonga menda bizningki hozir dedoqqa bu Xitoy dunyoga super bir kuch bo'lib ketdi. Bilaveramiz, iqtisodiyat bo'lsin, harbiy kuchiyat bo'lib qolsin. Biz shu vatanni qutqizamiz, mustaqil qilamiz deb tam Manjun xonadonlik 1755 bosqanda hozirgacha nurg'ulg'on kurashlarni qildik. Oraliqda qisqa muddat mustaqil bo'ldik. Yana siyosatning qurboni bo'lib, yana Xitoy tajovuzchilari mustamlika qilib qoldik. Endi hozir yana sharqda mustaqil qilamiz deb cho'ng deymiz. Hech qanday niyatni yong'inimiz yo'q. Lekin qo'limiz hech bir imkoniyat yo'q ya bir narsanikida. Qadaqimiz vatandagilarni mustaqil qilamiz degan sir Xitoydan qutulsak degan sir vatandan texmi yo'qolib, sonimiz azab ketyapti. Dunyoda ovozimizni anglatmayapmiz. Buningdek yoshda xorlat qilib qolgandan ko'ra Sharq Turkistonni qizil temiz ashta qo'ydim. Qahning diqqatini tortsin debchi Roskam degan vaqtda. Ishki mazmun yig'in chaqlaganda Sharqlarning geopolitik o'rnidan chiqish nuqtasi qilib turib, dunyoga tahdid qilgan Xitoyni faqat Uyg'urning qo'li orqali Xitoyni cheklaysan. Bizde qizil boyliqlarımız var, hemenimiz var. Bu işte bireyle satayla. Miyak çetiştiren nerse, men qaratgan nokta ma nokta. Mayli qaysi noktadan bo'lishdan qat'iy nazar, birinchi bu maqsadning hech qanday amaliy ahamiyati yo'q. To'g'rimi? Hech qanday amaliyat yo'q. Rossiya, Amerika yani demaydi. Undan keyin bu bir satay degan bu tarixdagi ish qilib endi hech bo'lmaganda Uyg'urlarning Wikipediyasi kirsa, Uyg'ur Sharq Turkistonni tunji satimiz degan odam bo'lib, rekordga jiniy rekord kirsa, bu Uyg'urlarning ro'yiga biz Uyg'urlar o'zimizning kuchiga tayinimiz, biz mustaqil qilamiz. Hozir qara, biz Amerikaga chiqqandan hozirga nisbatan esa xalq arada Uyg'urlarning ovozi mamlakat ichida qirilyapti Xitoy bir chetdan. Xalq ajoyib nimqoti ilgirlash xeyli bor. Bizda bor. Vatan ichida shuncha qirg'inlik ichida Uyg'urlar nimqib ketib bordi. Xitoy mu hozir iqtisodiyotda shunday yiliq vaqtda osmon gul bo'lgan, bu iqtisod gullangan iqtisod shunday tez dumkimiryapti. Hozir oldin kuni men Pidayning ketildi dedim. Bankidan Xitoyning bankidan 400 bank vayron bo'lish oldida. Xitoyda 1150 banki bor, 400 banka vayron bo'lish oldida. Yerlik banklar hisob qilmaganda. Shuning uchun biz bunda vaqtida biz o'zimizning kuchiga tayinib mustaqillikka erishimiz degan ideyani
buni tavlandirish kerak. Masalan, To'g'ri. Suriyada ancha nima qildi? Biz butun kuchimiz bilan mushuni qilib, biz Uyg'urlarda bir aktiv ideologiyani asli keltirish kerak. Bundaq pasif ideologiyalarning Uyg'urlarning hozir harakatiga hech qanday ahamiyati yo'q, foydasi yo'q deb o'ylayman men. To'g'ri, Mavlon aka, gapingiz to'g'ri. O'zimizni kuchga tayanib qilsak bo'ladi. Ashta degan sir chet eldagi ahvolimizni qarasak, tashkilotlar, cho'ng-cho'ng nimalar, tashkilotga qarasak, hammamiz chechilang'o, hammamiz o'z oldiga bir tam qurib olgan, shu tamning ichidan teshliklarni sirtga kirgizmagan, yo sirtga yaxshi aloqa qilmoqlikda bu narsanikdan. Bu bizning chechilang'uligimiz, millatga u boshqa masala. Uni tashib qilsak boshqa masala. Uni ayrim tadqiq qilsak bo'ladi. Lekin u masala bilan bu Sharq Turkiston mayli sening mazmuningni o'qidim, so'zingni anglab chiqdim. U nima bo'lishidan qat'iy nazar Amerikaning 51-shtat qilayli, Donald Trumpga satayli, bu sening lozungang ko'tarib chiqqan. Shuni bu lozunga o'zi Uyg'urlarningki mustaqil harakatiga, ruhiga nayt pasif rol o'ynaydi, hech qanday aktiv rol o'ynamaydi. Bo'ldim. Siz uni qarashingiz hammadamniki erkin fikr qilish haqqi bor. Erkin fikr yaxshi qo'yding. Fikrni, savolni yaxshi Uyg'urlar deyman-ku, Uyg'urlar yiliqi Amerikaliklar bir gap bor, ikki odamning fikri o'xshash bo'lsa, bir odamning ahamiyati yo'q deydi. Shuning uchun mushtat suhbatlarda Uyg'urlar jiddiy, keskin butun ideyalarda basmlarga tavlanish kerak. Ashundaq tavlanganda biz yana bir qitim Sharq Turkiston qurilgan vaqtida quruq qo'l bormaymiz. Biz burunqilarda hech qanday tavlanish yo'q. Birinchi umriyatni hech qanday tavlanish bo'lmayla, nima desa, hal deb ketib yo'qolib ketganmiz. Masalan, tug'uluq bilan, tug'uluq ishimiz masalanga 82-yilda 2 yil Sharq Turkiston universitetining atalmish Shinjang universitetining matematik fakultetini o'qituvchisi Amerikaga chiqishdan burun. Biz inglizcha imtihon tang keldik Amerikaga. Lekin nurg'un ko'z qarashlarda ishimiz o'ttirib qo'yganda jiddiy bahslar qilamiz. Voy, bu tug'uluq meni og'aynamka, shuning va buning bilan bundaq u yo'q, bizning o'ttirmizda unday ish qat'iy mavjud emas. Shuning uchun men doim deydiganim Uyg'urlarga keskin endi sizning fikringizga endi yaxshi, lekin mandaq demang, ma fikring me'yor bo'lmaydi, qo'shilmayman. Ma'nim deb keskin so'zlashni o'rganish kerak Uyg'urlar. Mushni o'rganmasak, ilq mo'minja bo'lib turaversak, yana bir qatim fursat bo'lsa, yana quruq qil ketaveramiz. To'g'ri. Nima desa deb ketaveramiz. Ma savolni qo'yganim yaxshi bo'pti. Bu bir savoldan dedik-ku, hammadan o'xshamagan ko'z qarash o'tirib qashar bir-birimizni to'liqlaymiz aslida. Xalqlarning ideyasida boshqacha bir fikr borliq keladi. Mush orqali yangi ideya, yangi tafakkur nimalar o'tirg'i chiqdi. Hurmatga asosda fikrga hurmatga asosda normal suhbat qilsak bo'ldi. Buniki mush programmamizda texnik jiqroq odamlarni ekranga chiqib o'xshash bir nuqtaga o'xshamagan nuqtadan fikr qilgan mana bir holatni shakllantirmoqchi. Bo'ldi, shu sen riyosatchining eng cho'ng menimcha nima desa, birinchi xalqlarningki ideyasini imkoniyat va g'idiqlab bir yengilma chiqsa. Ikkinchi, xalqlar savol qo'yganda, "Ma savolim qattiq bo'lib ketamdiki" demaysa, qanday qilib mushu savolim bilan mushuni bir joylay deb turib savol qo'ysang bo'ldi. Sening oshining jinini olay deb turib savol qo'ya olsang bo'ldi. Shu vaqtda har qanday narsa ichilib chiqadi. Bundagada savollar. Bu shu muhajirat deymiz, muhajiratda yashayotgan Uyg'urlarning-ku bir eng cho'ng bir ojiz tarafi bor. Xitoyda yurib shuji deymiz, mudir-pudirlarning gapini qilib nima qilsa shaydan keyin challa o'tasa soqili. Men soqol qo'yib olsam, işte o soqol bo'lishi mumkin. Ashlarning og'ziga qarab, to'g'rida otamni xato deb otam chat. Ma chet elga chiqib, demokratik davlat chiqib, o'zlari izlab kelib qoldi ekan shunaqa odamlarni. Men hayron qoldim ba'zida. Ba'zi yig'inlarga boraman, o'xshash odamdan 3-4 chiqib oldi. O 3-4 odamni birladam tanlaganda, podsho deb qarvonga odam tanlagan, shuning hammasi shuning gapi bo'yicha bu bir psixik jihatdan, ruhiy jihatdan aytgan chog'ida bu odamlarni bulg'aydi. Bizning avlodlarimizga bunday narsani nima qilmaslik. Men shaxsan shunda, abay Mavlonmi deb bitdi. Men bir yerlarga borsam, haq bilan qo'shilmaydigan fikrim bo'lsa, "Ey" deyman. Shirkatda men shunda o'tganda Mavlonmi shunda bir gapni qildi-ku, shirkatda birisi agar nima o'zining bir nimasini qilsa, sen fikr bergan chog'da, "Voy" deb shu sen men seni shu fikr berdi, xatolik topdi deb hayır qilib sana
maaş tölevyaptım. Sen eğer unda kılamaydigan bolsan nima emgitding deydi. Bizning shirkat kunda bas munozer biz. Kunda bas munozer o'tirib kichik bir nimalar one line. Mençe hamma to'g'rilarni anglayman. Masalan, gapingni bilyapman hamsa. Men gapingni bilyapman. Bu yerda Abdulla Qarajim Turkiyadan telefon qilibdi. Hozir men naq maydonga qitilg'isi bor ekanda. Shuncha gapingni bilyapman. Yaxshi. Qarajim ham diniy soatdan chiqqan programmamizga bir qatnashmoqchi. Bu odamning gapini anglab boqaylar. Ha bo'ldi. Assalomu alaykum Abdulla Qarajim. Va alaykum assalom va rahmatulloh Mavlanka. Va alaykum assalom uka. Abdurahimjon, barliq ko'rurmanlar, hammalarga Allohning go'zal. Xo'sh, telefon qilibsiz, bu programmamiz uchun endi so'z navbati sizda. Xo'sh, gap qiling. Assalomu alaykum Mavlanka. Va alaykum assalom. Abdurahim G'ani, barliq qarindoshlar, hammalarga Allohning go'zal salomlari. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. İstanbul'dan Abdulla Qarajim, Uyg'uristoni. Men mushu Abdurahimjonning Sharq Turkistonni Turam setib birayli degan temasga meni qiziqib qolgan temalardan birisi mushu. Endi hozirgi Uyg'urlarning ahvolatimiz, kuchimiz, ahvolatimiz, chet eldagi vatandagi ahvolatimizni biz Uyg'urlar o'zimizga o'zimiz sharhlaymasakmi, ajoyib bilamiz endi. Vatandagi xalqimizning ahvolati hozir Uyg'ur bo'lib tura olamdi, ya'ni 20-30 yil yoki u millat to'liq xitoylashib yo'qolib ketadi, bunisi bir ehtimollikcha turyapmiz. Chunki Xitoylar eng jiddiy ishlayotgan harakat davlat o'rtaq tilini umumlashtirishda bizning tillarimizni cheklash, Uyg'urcha salom berishlardan tortib to'y to'ykinlargacha cheklashdan Uyg'urlarni yaqinda qonun chiqarib Uyg'ur bilan to'y qilib bo'lmaydi deb cheklaydigandek bir turda Xitoylar. Nəhayət vəhşi bizning qizlarimizni Xitoylarga berish, hozir ko'rayotgansa Uyg'ur yigitlarni Xitoydan xotinlarga o'ltiribdi. Ya'ni Uyg'urlarning to'y qilishni, Uyg'urlar to'y qilib qo'ymaydigan qonun chiqarish ehtimoli bor deb turyapti. Nəhayət xatar ahvolda turyapmiz. Şunu chet eldagilar o'zimiz qutuldiramiz deyapmiz vatanni. Endi o'zimiz qutuldirish ehtimoli va tashkilot Xitoy vatanni qutuldirishda yig'lab berish, duo qilib berish, namoyish qilib berish, qarab qo'yish, buning bilan qutuldirg'ili bo'lmaydiganligini hammamiz bilamiz. Allohga shukrlar bo'lsin, Suriyada bizning Uyg'uriston milliy armiyamizning asosi shakllandi. Bizning u yerda bir harbiy generallarimiz borliqqa keldi. Endi mushu harbiy generallarimiz bilan mushu harbiy qo'shinimizning atrofiga uyushtirib, harbiy qo'shinimizning ya'ni vatanimizni qaytarilish urushida massishimizni umid qilamiz endi vatanimizni qaytarib olishda. Mushu vaqtda masalan Abdurahimjonning o'ttirib qo'ygan shunday bir ham xiyol deydi. Bu ham xiyolni chet elda bir tashkilot masalan Amerikaga mush ham xiyolni mush taklifni berish sharti bormi? Ba'zida buning ehtimoli qanchalik bo'ladi? Bu birinchi savol. Endi ikkinchisi biz shu Suriyada yetilgan milliy armiya, o'zimizning armiya kuchimiz bilan alvasti Xitoylarni tunji qatim kul qilib urib, xeyni osmon qilib, hayya degizib alvasti Xitoylarning intiqomlarimizni olgach, vatanimizni ozod qilish imkoniyatimizdimi? Ya'ni NATO'dek, Amerikadek bir davlatning shu urushimizni qo'llash, shu urushimizni harbiy qurol-yarog, shu urushni neden boshlash, havodan tashlash degandek, ya'ni Amerika NATO'dek cho'ng davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirmay turib boshlash imkoniyatimiz qurolli kuchlar bilan kurashdanmi bu mumkin emaslik holatiga ularni qiladi. Bizning holatimiz mushu endi. Endi Amerika NATO'dek bir davlatdan harbiy yordam ilib qurol-yarog, himoya, vatanimizning urushini o'zimiz boshlash yordamini olaymiz degan vaqtda dünyada siyaset degan bek rahimsizken, musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, sabab bular yoki ishi og'rib, yoki bir tuqqandochilikqa tutib yordam bermaydi ekan. Bularga yordam bersak, buning o'rniga bularning zaminda qanchalik boyligi bor, qanchalik oltini bor, qanchalik nefti bor. Biz musulmonlarga bergan yordamdan o'rnini biz kim qaysi foyda bilan natijas bilan tirildirib olaymiz degan asosda bizning ularga fayda bergilik narsimiz bo'lsa, dünyamız bizga yordam berdi ekan. Bo'lmasa dunyo anda sabab bular ish og'rib qilib, ma'lum bek o'ldirilib ketibdi, bek qirilib ketibdi, bek yiblab ketibdi deb yordam berdigan dunyoning yo'qligini hammamiz bilib tushundik endi, yetdik. Shuningdek birinchi imkoniyat Abdurahimjonning qanchalik bir san ehtimol
İkinci imkaniyet bizning qurolli kuchimizmi, yana Amerika NATO'dek bir davlatning harbiy yordam berish himoyasi, shu vatanimizning boylik, oltin, kumushlarni Abdurahimjon degandek 100 yillik, 50 yillik yerimini berish, tam to'xtamlashish, mushu imkoniyat bilan ham harbiy himoyani olib bo'lishi mumkin. Bundan boshqa men harbiy himoya ilish imkoniyat bormi, yo'qmi? Mushu ikki savolning javobini olmoqchiman. Rahmat. Unda savolni tushundinglar shundaqqa, qayta tushunmaganman, qayta bir tekrar. Birincisini degini aldı, degini mayliq Amerika baylıqni setishindeydi o birincisi. Qaracım birinci savolni bir desizlar qayta. Birinci sual Abdurahimjonning Sharq Turkistonni to'liq setib birlay degan ehtimoli bulakta deyli desek shuni. Masalan bizning qaysi tashkilotlarimiz, qaysi jamiyatlarimiz mushu taklifni Amerika hukumatiga berish, ya'ni imkoniyat sharoiti bor. Bunun imkoniyati qanchalik? Amerika hukumati bilan qanchalik inkas qaytirdi? Bunun ihtimoli bormi yo'qmi? Birinchi savol. Yaqini to'g'ri, qurolli urushda Amerika NATO'dan harbiy himoya yordam ilib turib urmasak, bizning kuchimiz haqiqatan ojiz. Bizning qurolli kuch urush, vatanni urush bilan siyosiy qanot ikkisi bir bo'lmaganda mustaqil bo'lish asla mumkin bo'lmaydi ekan. Shuningdek, shu siyosiy qanot bilan qurol kuchimi Ukraina urushini ko'ryapmiz. Ukrainadek bir davlat Rossiya bilan urushiga Yevropa, Amerika oqistabdan harbiy yordam bermaydigan bo'lsa, Ukraina u urushni aylanma davomlashtirolmaydi ekan. Endi biz bu Xitoyga urush etish, vatanimizni ozod qilishga ochilishimizda ham, etib davomlashtira olishimizda ham, shu vatanimizning boyliklari, oltinlari, kumushlari ne bitdi. Bo'ldi, tushundik. Savolni. Bu to'g'riliq men qisqacha javob berish qilish baqay. Endi bu mening ko'z qarashimcha bu hozirgi dunyoning taraqqiyoti, hozirgi shu dunyoning vaziyati, shular bo'yicha aytgan chog'da iqtisodiy ahvol hamjiyatini aytgan chog'da bu Sharq Turkistonningki siyosiy jihatdagi strategik muhimligi u g'arb yordam qiladigan darajaga bormidi. Nima uchun deb aytgan chog'da men azroq deb o'tdim bu yerda. O'ttir Sharq masalasi bor. Nima? Ukraina urushi bor. Lekin Amerikaning Trump yangidan chiqqandan keyin o'zining qandaldi deymiz, ham ziminni kengaytma degan mushtaq nimalar bor. Nuqtaliq narsalar hozir mushningga o'ynab qoldi. Masalan, Sharq Turkiston masalasi mushu 4 yildan burun sualni chetnab ketdingiz. Abdulla Qarayev deydi, Sharq Turkistonning qizil bayroqlarini shu Amerika bosh g'arb davlatlariga satayli degan bu taklifni tashkilotlar shu Amerika hukumatiga bir sunalamdi shu undaq narsalarni sundiq. Bizmi sungan, boshqalarmi sungan. Nima deganda shu Amerika hukumatining Sharq Turkiston besindirilgan zimin degan narsani e'tirof qilish degan narsani biz BDT'ga sungan, Amerikaning necha prezidenti sungan, hozirmi sunayotganlar bor. U yerda vatanni sotamiz degan gapni qilmadi. Bizni qutuldiringlar, biz mushtaq holat qoldik. Shu Amerikadek, shunday Yevropa birlashma cho'ng davlatlarni biz nima so'tchining o'rnida ko'rib arzimizni sungandek ishni qildik. Lekin shu mening hamda mo'ljalchimcha abay degan gapim keldi. Strategik muhimlikka yetmadi. Chunki bu hozirgi bu qalaymiqanchilikda u Sharq Turkiston masalasi bor, texi ularning kun tartibiga kirgan yeri yo'q. Garchi ma yaqinda 1000-chi Xitoy burkutlari deydiganlarni to'plagan bo'lsa-ma, narsa ega bo'lmagandan keyin buni nima qilmaydi. 4 yil jarayonida texmi keyniga biroz surildi bu harakatlar. 4 yildan burun xeyli bir yerga borgan Amerikaning muhim amaldorlari mushu to'g'riliq, hatto shu qonun nimasi bor, qonun loyihasini sunamiz deganlar chiqqandi. Lekin bular to'silib qoldi. Endi yanada shuning kirishlar oldu deb qarayman. Bizning qilgan ishimiz, g'arb dunyosida qila oladigan ishimiz birdan bir to'g'ri ish. Har qanday hukumatga ma'u bisilgan ziminti bizni shuncha qiryapti. Yahudilarga shuncha ko'ngil bo'lsalar,
Arabistondagi xalqlarga shuncha ko'ngil, bizga nima uchun ko'ngil bilmaysizlar degan narsani chiqdi. Bu birsi. Yana bir muhim nuqta nima deganda shu g'arb qurolli kuchini ishlatib Xitoy bilan urush qilib bizni ozod qilib beramdi degan yerga kelgan chog'da yana abaqim narsa taqildi. G'arb agar shu Sharq Turkiston ziminining boyligini Xitoylar tortib ketib bordi deb tursa, lekin Xitoy kuchayib ketilgan bo'lsa, bizning ishimiz markazlashib bo'ladi. Ya hozir bu timni chatib ketdi. Hozir bu Qarajimning da'vatgan bir lig'iz gapi. Ya amaliyot chekilmaydi. Amaliyotda tug'liqning degan gapi shu Qarajimning gapininki mazmunni to'liqlatadi. Shu Amerikaga masalan hozir men kiriblar Sharq Turkiston olsam boyligini sana bermensem Amerika hüküm adamlar körpla meni var işçivilip kırdımı bu işki rumka deydi. Bununla bizning bir vakillik bulup sözleydiğen bir adam yok. Şu teşkilatlar deydi değil mi? Qarajim teşkilatlar. Hazır bizlerde bir birlik teşkilat yok. Aşı ilaqı Rabbimden çıkıp ketkenki Dünya Uygur Teşkilat şu vaxtıda meydinayet aciz olsun birlikti. Hazır şunun dikin parçalanıp ketken Dünya Uygur adı paç Amerika'da neçil var sürgün hükümetten 4-5 var. Bu Uygurlar üye kirip bir digidek adam yok. Onun dikin tuğluk dedi. Hazır Amerika üyedeki üyeni ilivasa Endim biz üyenin ma baylıqıga bizge berdik diye o Amerika'nın gün tertibininki 1001. bitidimi yok diye o. Amerika'nın da Amerikalar şu moşu Xitayını paçılaş toğru kip kalsa bizden paydalanışını oylaşıdı. Üyedeki vaqtda üyedeki baylıqını alman emas. O baylık bilan karı yok Amerika'nın ağzı. Dünya baylık tol Amerika alman deydiğen şey olsa. Üyedeki baylık bilan karı yok. Adı Xitayını paçılaş toğru kip kalsa o Amerika o vaqtda bizni izlebdi, biz nima qildi? Biz şu vaqtda Uygurlarni qildigan ishi eng cho'ng quroli umid. Umidni uzmaslik kerak. Bu bizning qo'limizga eng cho'ng yadro qurol. Umidni uzmay qo'limizdan kelgan faoliyatlarni ip ketib boramiz. Qilyotdi yaxshi. Qilyotdi Amerikaga qarshi necha qonun chiqdi. O qonun u yerga Sharq Turkistonninki azobini azaytmaydi, bag'ansir kuchaytirdi. Xitoy bo'libmi hozir masalanga Suriya, nurg'un yerlarda ishlab bo'lganki Xitoylar Uyg'urlar bo'lgan qirg'inchilikni shundaq kuchaytib qolmay tilni yo'qotishga o'tdi. Yaqinda menga shu Amerika nima vatandan kelgan bir odam o'zi ko'rashmidi, telefonda so'zlashib, Xitoylashib ketib ahvolni mushundaq tushundi dedi. Men Dunkirkka borsam deydi. Dunkirkka borsam bir jozni bir bundaq savdo qilayotgan 6-7 qiyri odamlar oldi deganda 65 dan yuqur osh odamlar yiliq og'zi kelmagan Xitoycha bilan bir-birisiga Xitoy so'zlashyapti deydi. Çünkü ommaviy so'rinda Xitoy so'zlaysa deb majburlaydi ekan. Shunchalik bizning Xitoyning azaldan tortib bu Xitoyning bir nishon va Uyg'urni yo'qotib o'tish kerak. Chunki Uyg'urning aholisi ular uchun hech nima emas. Yo'qotib o'tish kerak. Mevlana Qarajimning savoliga javob beryapmizmi ya? Beryapmiz. Savol shu. Mevlana tuturaman Qarajim telefonda baq qo'yyapti. Qarajim javobdan mamnun bo'ldimi yo boshqa fikrlar bormi? İkinci harbiyni debdi. Qarajim ama anlamay ama şikayetlerin cevabını kadar memnun bo'lmay başka fikirler olmasa ikinci sual ötemdik deydi. Oturup itirazım bacak ya. Hoş disle ha. Mesela Abdurrahim Gani'nin tigini kuyunca Toğlukkan mı aşı sürgün hükümetten birisi de vazifesi var. Mesela birer sürgün hükümet birer teşkilatının namıdın moşu teklifini Amerika hükümetiga bersak birish ihtimal bormi? Uning bulush bo'lmasi kerakdagi bir ihtimal. Ammo bu teklifni birlaydigan bir tashkilot bormi yo'qmi? Ya o çünkü o teşkilat hech kim bu masalanga sen Sharq Turkiston olsang yani boyligini sana beramiz degan hech qanday tashkilotning bir normal Uyg'ur odamlarning qallasida bir Uyg'urlarning ichida qabul qilinmaydigan bir narsa. Sharq Turkiston bisilvagan zimin bizga yordam qil, bizni ozod qil degan yerga bundaq nimalarni jiqsin diye Amerika Uyg'urlar. Tuğluklarning sürgün hükümetimi surdi, Enver Yusufning sürgün hükümetimi surdi, Salih Xudoyorning sürgün hükümetimi sundi. Bunu sunuvatqanlar
Çık, lekin bundaq sen alsan zimininin aşağıdaki baylıqını sana bermen degen bunu anlap bunu aşında deysiniz. Ulan ma bir işki romki işçi bilip kirip sözlep atamdı ya azırak işçi bilip kirip sözlep atamdı. Özümüzden köz karşıda hem de devatimizde şunu bir kıp bakılgan sinap bakadan bir resim ilan kıp bakkan bir resim yok. Hem de reis. Mesela karacımı var. Minençe karacımı oydaki. Sonra şimdi ma nemenin ki Japonya deşikan bir kitap var. Japonya'nın İkinci Dünya Uruş mezgilike Yapılan Şarkı Türkistan siyaseti de bir kitapçı. Bana Nur Mukaddes Hanım Japoncadan Uygurca tercüme kılan kitap bu. Nefis bir kitap. Şu kitabını biraz kadar okup çıktım. Aş kitapta Muhammed Yembuğra Hazretimden aş Mehmet Sican'ı Japonya'yı bağlı kısa kuruşup dep ne vakitke Japonya hüküm talaktıke. Bu şey Japonya küçüktü o İkinci Dünya Uruş'da. Bayram teknesini aldı da. Bizden Şarkıların besbelli Xitaylar bizim müstakilliğimiz yardım biranlar bizge. Şarkıda mandamda kızılın baylıkları var. Biz diplomatiya cihetten sizlerini gipini anlayımız. Şarkı Türkistan hazır komünizmdeki davamlılık kemik biçini olunup kalan bir tabi tosak depçe hem de nesnikine. Bizde okugan o kitap ne? Siz okutken sunup dike şu nesini. Şu bizim o şunda bir nesini biz sunup baksak. O hakikaten arakçılık kirip sen demdi o nemede üzüm işi. Ya birinci bu sualında birinci kim sunudu? Sungan dedim o sürgün hükümetinin hem sun diye dedim bunu. Birinci. İkinci o vaxtdaki vesile Japon Xitayni imkan etme Japonya'nın Mongoliyani mustaqil qilmoqchi, Tibetni mustaqil qilmoqchi, Yapon Sharq Turkistonni mustaqil qilishga avatgan, uningdagi Qinghai Tunganni mustaqil. Bular Xitoyni 5-6 mustaqil davlat qilishga Yaponiya shu vaqtda tuzum tuzgan. Avvalsini mayada Amerika, masalan Amerika Xitoyni parçalashni umid qiladi. Masalan Heykamat yıllık vakti Amerika hükümeti Siyit Tumturuk'unu ekilip alayeten mişed yüzde ekilip sökbetleşti. Nimişka basılmasına dünya Uygur başkanına Siyit Tumturuk'unu ekildi. Çünkü ular buludu Siyit Tumturuk'un ki hazır çıkıp ketken şuyuluk şartlıkta kurallı koşullar bile anca munca alakası var. Şunu kültü tutalığın. Şunun bile muşundak bir kuşni aşında terbiyeleydi. Sen hazır kırplı değilsen sunma dedi aslında sunduk dedim bu. Amerika'da ne çıkıdım sundu. Hem sundu bizden mustakillik hakimizde işgal kılıvagan ya biyanın yardım kılınlar bizden hatta kurallı kuşu hem micat yardım kılında bunda haklarını nurgunlu sundu. Biz körüşken mi? Hatta kongres azaları olan mı? Körüşken. Bu hazır Karajmanda sabahında ikinci sorularına hazır mava kurallık nime to'g'riliq azroq qarajim shunimi o'ttirib qo'ydik ham qo'ral beralamdi deganchi. Qarajim ikinci so'rni hamsa. İkinci so'rni Xitoyni parchalash degan ideyaga Amerikaga kelgan bo'lsa, qurolliq kuchni bir kechida paydo qildi. Amerika'nın şunçilik kudreti var devlet bu. Özanlar görüyorlar, Otur şehirlikte, Ukrayna'da geçkinde evet mi Irak ne, Afganistan ne, kancık vakitte toplap boğan eşedemlerini. Eğer Şarkı Türkistan'ı, Xitay'ını parçalayımız deydiğen olsa, Şarkı Türkistan'ı çok birinci nimesi olup işiltiduğu da karayım. Çünkü Şarkı Türkistan halkı degen asasen naiti bir xil teyya olup kalgan Partlash tayyor bo'lgan haq bu. Tayyor bo'lgan. Qurolni akaganingizda men mana mustaqillikni so'rab borma, agar bir seshindim qilgan bo'lsa, men mushinchilikday. Men borma ishni. Yuguramayman, u men shuna bir iroda rasmini berib zada. Lekin bir kechida gapni anglab qo'yinglar. Bir kechida tayyor qilib beralaydi Amerika. Qo'sh qarajimda nim bo'ldimi? Mevlan deb o'tgan. Biz so'ragan yana savol bormi? Tamam bo'ldi yeterli. Bo'ldi yeterli bo'ldi man qilamiz rahmat. Yani abunca başkalarının sualları olsa men bir fikrim var ya da böyle. Muştaq ekranda üçümüzle tanışıyapmiz. Bir amal qilib shu ko'pchilikcha muşning aralashadigan bir sharoitni yarataylik. Masalan, ochiqmi hozir ochiq emasmi o'qimadim, telefon nomerini sepib qo'yib har qanday odam fikr qilsa, fikr beramdi, mayli qanday ko'z qarashda bo'lsin. Shu endi qo'ysa andekin bir munosabat buni ayrim so'zlardan bir to'xtatib bilim deganlaydigan bo'ldi. To'g'ri, endi dediqqa endi o'tgandimi ikkalan telefon qildi, birga yana telefon qildi. Bundan keyin har qanday qadam telefon qilib qolsa, naq maydonga hemen numarimni yozib qo'y bu haqiqatimda. Naq maydonga mayli videoda qatnashsin bo'ladi yoki telefonda qatnashsin bo'ladi. Qatnashga chiqmay avval o'ziniki ism familiyasini qayerda urayotganligini deb
o'zining erkin fikrini bayon qilsa bo'ladi. Ashtalar bundan keyin suhbatlarni texnik bo'lsa kerak, texnik jiqroq adam kirib, ma'lum bir nuqtani o'xshamagan nuqtadan kuzatib o'zining fikrini bayon qilib qolsa, bu xalqimiz uchun foydali deb qarayman. Shunday o'zimizning Qarajim rahmat. Unda qolsa ikra oldi qarindoshlar, bugungi program biroz uzrab qolib qoldi. To'g'ri tushuninglar. Sizlarga va Mavlanka to'g'rilikka ishqilgan ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi suhbatimiz mishagich bo'lsin. Yana boshqa yangi temalarda, yana pat orada yana suhbatlarni o'rlashtiramiz. Hammanglarga Alloh omonat, salomat bo'linglar. Sizga rahmat. Xo'sh. Xo'sh. Chiqib ketdi hamsi.